bitta yuvorasan-da, qora choy berasan. Bo'ldi, hamma zapis ketdi. Abid qilmadingiz? Yo'q, abid qilgam yo'q, qilmayman. Abid ham qolish kerak. Yo'q, Abid yo'q. qilasiz? Qilmaysizmi? Yo'q, hozir abid qilmayman. Shu boshdan boshlaysiz, ismingiz? Ism familiya bilan boshlashim kerak-ku. Ha, bemalol anavi emas. Bu formalniy qanaqadir rasmiy narsa emas. Bemalol boshurasiz, o'zingizni tanishtirishdan, qayerda tug'ildingiz, qachon tug'ildingiz? Ha, tayyor bo'lsangiz boshladik deb kameraga qarab. Salomdan boshlashim kerakmi? Yo'q, prosta boshladik degan so'zni aytib o'rsiz. Keyin salomdan boshlashim kerak. Shart emas, xohlasangiz boshlaring. Xo'p, Kameraga boshladik deb. boshladik. Assalomu alaykum. Mening familiyam To'layev, ismim Mirzaqul Salomovich. 8 aprel 1968-yilda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilganman. 1900 ishchi oilasida tug'ilganman. Oilada 11 ta farzandmiz. Xo'p, 1975-yilda Pravda nomli maktabda 1-sinfga o'qishga kirib borganmiz. 10-sinfni 8-sonli Lomonosov nomidagi Termiz shahridagi maktabda tugatganman. Perevod qilgansiz. Ha, maktab boshqa joyga ko'chganimiz uchun, uzoqlik bo'lgani uchun yaqinroqqa onam ko'chirtirganlar, shuning uchun o'sha yoqqa ko'chirganmiz, o'tganmiz. Maktabni kumush medal bilan tugatganman. Maktabda kumush medal bilan bitirganman. 1985-yilda Toshkent Xalq xo'jalik institutining kibernetika fakultetida iqtisodiy axborotlarni mashinali ishlash yo'nalishida o'qishga kirganman. Birinchi kursga. Birinchi kurs tugatganimizdan keyin u paytda SSR paytida 2 yillik armiyaga olib borish bo'lardi. 2 yil armiyaga borib xizmat qilib kelganmiz. Ukraina va Moldaviya respublikalarida. Qaytib kelgandan keyin shu fakultetni tugatganmiz. 1992-yilda u paytda endi mustaqillikka erishganimizdan keyin Toshkent Xalq xo'jalik instituti 2 ga bo'lindi. Moliya instituti va Toshkent davlat iqtisod universiteti va Toshkent davlat iqtisod universitetining kibernetika fakultetida shu ommaviy mutaxassisligi bo'yicha imtiyozli diplom bilan tugatganman va o'sha yil 92-yilda ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobi kafedrasida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish uchun assistent lavozimiga ishga qabul qilinganman. Endi bizning kibernetika fakultetimizda o'sha iqtisodiy axborotlarni qayta ishlash bugungi kunda bu IT deb aytiladi, programma yozish. O'sha paytda o'sha buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish uchun o'sha kafedraga qabul qilinganman. Assistent lavozimida. 2000-yilda kafedramiz audit kafedrasi bilan qo'shilib ketdi. O'zi iqtisodiyotida. Yo'q, ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobi edi. Keyin audit kafedrasiga ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobi kafedrasi qisqartirib ketish hisobidan men darslarim audit bo'lgani uchun audit kafedrasida ishga o'tdim va adashmasam 2000-yilda katta o'qituvchi lavozimiga o'tganman. Keyinchalik o'sha Toshkent davlat iqtisod universitetida katta o'qituvchi, dotsent lavozimlarida o'tirib ishlaganmiz, lekin ilmiy unvoniga ega bo'lganmiz, lekin kafedra mudirining muovini, kafedra mudiri, dekan lavozimigacha o'tirib ishladik. 2023-yilgacha. 2023-yilda Xalqaro Nordik universitetiga dotsent lavozimida qabul qilindim va ishimni bugungi kunda mana shu universitetda davom ettiryapman. Endi soham bo'yicha keladigan bo'lsak agar, IT sohasi, lekin u paytda 92-yilda meni ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobi kafedrasida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish uchun assistent lavozimiga qabul qilingan bo'lsa ham, u yerda lekin birorta kompyuter yo'q edi. Hamma yozuvlarimiz boshqasi, hisob kitoblarimiz u paytda mexanический mashinkalar bo'lardi, mexanический mashinkada ishlardik, avtomatik mashinkamiz ham yo'q edi. Shuning uchun meni rahmatli kafedra mudirimiz Azlarov Ahror aka aytdilarki, siz bunday o'tirishga imkoniyatingiz yo'q, siz buxgalteriya kafedrasidasiz, shuning uchun o'qituvchi bo'lib darsga kirasiz dedilar va 92-yilda birinchi bor
izdержки обращения в торговых organizatsiya degan fandan darsga kirganman, seminarga. Qo'limga bitta bir metodika berganlar, orqasida ma'lumotlari bor, shu 5 ta jadval, u yerda 22 ta jadval bor ekan, 22 ta jadvalning 5 tasini ishlatasiz dedilar. Qo'limda lekin ruscha ma'lumot kitob turibdi. Keyin so'radim, buni nima qilishim kerak desam agar, orqasida ma'lumot bor. Ma'lumotni ko'rsatdilar, ko'rdim. Bo'ldi, shuni olib ishlatish kerak bo'lsa, uni tushundim dedim. Endi ITda o'qiymiz, matematikani bilamiz. Olib ketdim. Keyin men aytdim, gruppa o'ris gruppami desam, yo'q, o'zbek gruppasi. Men aytdim, o'zbek gruppasiga o'rischa o'taman, o'zbekcha o'taman desam, o'zbekcha o'tasiz dedilar, lekin jadvalda ruscha berasiz dedilar. Hayron qoldim. Buni o'zbekcha yozdirsak bo'ladimi desalar, perevod qila olasanmi dedilar. Ha dedik, sinxronda perevod qilib tashladik. Darsda o'tayotgan paytdan birinchi marta keldilar, ko'rsatdilar, mana shu gruppa dedilar. Lekin o'qituvchi sifatida 92-yilda o'sha sentyabrda ishni boshlagan bo'lsam, adashmasam 20-sentyabrlar edi. Darsga kirdim, kirganimda endi auditoriyani salobat deb bosyapti-da. Salomlashdim. Avval birinchi qiladigan narsa o'zini bosib olish uchun studentlarni bor yo'q qildim. Keyin jadvalni ishlashni boshladik. Jadvalni sinxronda perevod qildim, o'zbekchaga yozdik, bolalarimiz ishlashdi hammasini. Esimda bor, o'sha paytda endi savdo korxonalari sotayotgan oziq-ovqat mahsulotlari va hokazosi bo'lardi. O'sha yerda kruppa deb aytadi, o'sha kruppani o'zbekchasiga perevod qila olmay qoldim. Kelmadi o'sha paytda. Keyin darsni o'tdik, 5 ta jadvalni qildik. Yosh o'qituvchi, hali o'qituvchilik san'atini bilmaymiz. Unaqa mutaxassis emasmiz. Kechagi kunda talaba bo'lib o'zimiz o'tirgan auditoriyada endi o'qituvchi bo'lib doskani oldida turibmiz. Bolalarga bilimni beryapman. Lekin darsni o'tdim. 5 ta jadval deb aytishganda 5 ta jadval darsini hammasini ishlatdim. 40 minut vaqtim qoldi. Undan keyin nima qilishni bilmayapman. Ya'ni yosh o'qituvchining boyagi o'zini yo'qotib qo'yishi emas, lekin darsni o'tib bo'lgandan keyin u yog'i nima qilish kerak bilmadim. Undan keyin jadvallarni ishlasam qanday bo'ladi, ishlamasam nima bo'ladi? Keyin jadvalni ishlamadik. Bolalar bilan tanishdim, hammasini yana qaytadan faqat o'qish kerakligini, bilim kerakligini o'sha paytda aytdik. O'shanda 40 minut qo'shimcha shu suhbat bo'ldi. Shu bilan darsim tugadi. Keyin asosda o'rgandik. O paytda o'quv yuklamasidan haqida so'rash to'g'risida umuman gap ketgani yo'q. Keyinchalik bo'lsak, u 1540 soat degan narsa bor ekan. O'qituvchining o'zining darsi bo'lar ekan, leksiya seminarga qaysi bir darslarga kirish to'g'risida. Men ertalab o paytda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida soat 8:30 dars boshlanib 8:30da kelardim, kunduz kuni dars o'tardim, obeddan keyin darsni o'tardim. Keyin вечерний bo'lardi, вечерний o'tardim, zavuchda kelgan paytda zavuchni, вечернийimiz soat 10 da tugardi. 8:30da kelib, 10 da tugatib, keyin bemalol nima qilardik. Shuning uchun hech bir men ko'p dars o'tdim, yo shunaqa narsa bo'ldi degan gaplarni qilganimiz yo'q. Bugungi kunda hozir yoshlarimiz birdaniga o'zining haqqini biladi, men shuncha soat dars o'tishim kerak degan narsa. O paytda bizda u narsa bo'lmagan. Lekin nimani tushunmasak agar, qaysi ustozni oldiga borsak agar so'rashgan, aytganlar. Yo bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb ko'rsatganlar. Shuning uchun har bitta ustozdan o'sha paytda ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobida kafedrasida ishlagan, hozir juda ko'pchiliklar rahmatli bo'lganlar, har bittalarini eslashim mumkin bo'ladi. Birinchisi Azlarov Ahror aka, kafedra mudirimiz, oq-qorani ko'rsatganlar. Hayotda o'sha o'qituvchi bo'lganimizdan keyin bizning oldimizga kimdir iltimos bilan keladi, boshqa qiladi. Bu jiyanim, bu paloncha deb aytsa agar hech qachon nima qilmasdan turib qo'lingdan keladigan yordamni ber deb aytgan joylari bor. Shunaqa narsasini. Ustozlarimizdan juda ko'p dono fikrlarda aytishgan. Yetimni ko'nglini og'ritmagin deb aytganlar o'sha paytlar boshqasida. Madorskaya Slava Gildayevna bor, Zabihajeva Mamlakat Sapirovna bo'lardi. Boshqa ustozlarimiz, juda ko'p o'qituvchilarimizdan biz so'rardik, hammasini aytib berardilar. Shunaqa narsasi, yordam beradilar, ko'mak berardi, hech qachon nimamiz yo'q edi. Bitta alohida aytishim kerak bo'ladi. Ostonaqulov Muhammad Yoqub, Farg'onaning Oltiariqdan yaxshi bir professor o'qituvchi, u kishi men assistent bo'lib ishga kirgan paytimda, u kishining assistentlari, u kishi lektor ekanlar. O'shanda bir hafta o'tgandan keyin kafedraga keldilarda, sen to'layapmisan dedilar. Ha desam agar, nega men leksiyamga kirmayapsan dedilar. Assistentga, o'qituvchiga, boshqa bir o'qituvchi, professor o'qituvchi nega darsga kirmayapsan deb aytdilar. Men darsga kirishim kerak desam, ha dedilar. Keyin o'qishni raspisiyalardan bilib oldim.
rus gruppaga leksiya o'tadilar, men u kishini seminarini o'taman, o'zbek gruppasiga bitta leksiya o'tadilar, men yana u kishini gruppalarida seminar o'taman. Bilasam, u kishi ustoz shogird tizimida o'sha payt shunaqa tizim bor ekan. Bugungi kunda biz bu narsani nima qilamiz? U paytda bizga sen shunga biriktiring demas, lekin o'zlari shuni talab qilganlari uchun ruschasida bitta, o'zbekchasida ikkinchi marta, bitta mavzuni 2 marta eshitardim. Erim mas'ulum daftarlarimni yozib olardim. Hozirgacha o'sha daftarlarim menda turibdi. Yozilgan narsalar, debitimiz, kreditimiz, darsni o'tish, o'zlarining darsda tutishlari, qanday qilib tushuntirishlari, tushuntirayotgan paytlar bolalar savol bersa, to'xtatib, oldin fikrlarini oxirigacha bayon qilib olib, keyin talabani eshitib, savollarga javob berish. Auditoriyada u kishi endi menga har tomonlama ustozlik qildilar-da, ko'rsatdilar. Shuning uchun kibernetika fakultetimizda kibernetika kafedrasi bo'lardi. Rahmati Shodiyev professor domlamiz bo'lardilar. U kishi doim aytardilar. Hech qachon meni familiyamni aytib boshqa qilmasdilar-da, aytardiki, Ostonda qulfli shogirdi, qandaysan, buxgalteriyada qanday deb so'rardilar. Doimiy ravishda ustozim orqali ustozim nomlarini aytilardi. O'shagan holatimiz bor. Shuning uchun o'sha narsamiz. Endi bu hammasi nazariy bilimlarimiz. Vaholanki o'sha o'qib yurgan paytimizda buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish va hokazosi bo'lsa agar o'sha buxgalteriya hisobi, u paytdagi tahlil, boshqa fanlar hammasi bizga o'tgan. Lekin bizlar ko'proq IT bilan bo'lganimiz uchun, kompyuter bo'lgani uchun, programmalashtirish bo'lgani uchun bu fanlar unchalik chuqur o'rgangan bo'lsak ham agar u programmalashtirish uchun, lekin undan orqaga o'tganimiz yo'q edi. Darsimizni o'tdik, bahomizni oldik, shu bilan yetardi degandik. Lekin bu yoqda bu kafedraga o'tganimizdan keyin bo'ynaga olingan nazariy bilimlar haqiqatan juda ko'p bilimlarni oldik, lekin o'sha paytda amaliyot yo'q edi. Birinchi marta amaliyot 1994-yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida buxgalter kassir, bosh buxgalterlikka chaqirishda bormadim. Chunki hali yoshman, qo'rqish bor. Qanday qilaman degan muammoda boshqasida. Shuning uchun o'sha 94-yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida buxgalter kassir lavozimida 1 yil ishladim. U yerda juda yaxshi odamlar bilan birgalikda hamsuhbat bo'ldik, ularni ijodidan bahramand bo'ldik. Bevosita o'sha Muhammad Yusuf deymizmi, Abdulla Oripov deymizmi, yo bo'lmasa Jamol Kamol deymizmi, yo bo'lmasa Sulaymon Yildosh deb aytamiz, boshqa olimlar, shoir, yozuvchilar bilan o'sha yerda biz tanishib oldik. Juda ko'p salomatligimiz bo'ldi, lekin 1 yil davomida men o'sha yerda amaliyotda buxgalteriyasini ishladim va shu xulosaga keldimki, buxgalteriyada yozilmagan qonun qoidalari bor. Chunki uni birinchi marta bankdan pul olib kelib, kassadan xodimlarga tarqatgan paytimizda, endi butun buxgalteriyani bosh buxgalter bo'lmasam agar, ular buxgalteriyani qilgan paytimda kassadan qancha pul olib kelgan bo'lsam, shuncha pulni tarqatganman va o'zimning hisob kitobim buxgalteriyam bo'yicha endi shuncha pul kassada turibdi. Lekin kassada birorta pulim yo'q. 1 hafta qidirganman. O'qituvchiman, ishlayapman, lekin yetolmayapman. Keyin o'shanda bizni kafedramizda birga ishlaydigan Ergashev bor edilar. U kishining rafiqalari Halima opa shu Toshkent davlat universitetining buxgalteriyasida muavin bo'lib ishlardilar. Halima opa hozir pensiyada, nafaqadalar. Shu kishidan keyin telefon qilib so'radim. Opa, bir savolim bor dedim. Отчет periodi edi, hisobot davri edi. Shunga so'rasam, vaqtim yo'q dedilar. Keyin ha, nima savol ayt dedilar. Kassamdan pul olib keluvdim, qancha pul olib kelsam agar shuncha pulim yana nima desam agar to'xta bo'ldi dedilar-da. Hali yarimta so'z dedilar-ku, mutaxassisga yarimta so'z bilan aytilganda, keyin u kishi aytdilarki, sen kassangdan, bankdan pul olib kelgan paytingda kassada ham buxgalteriya provodkasini bergansan. Debit 50 10 kassani ko'paytirib, kredit 50 bir 10 hisob kitob shotingni kamaytirgansan. Bankdagi hisob kitob shotingda ham xuddi shu provodkani yozgansan. Shuning uchun 2 marta bo'lyapti. Shuning uchun bankdagiga o'sha ne raznесет, ya'ni o'sha shetlarga tarqatmagin degan yozuvni yozsang agar o'zi hammasi chiqib keladi. Chunki o'sha narsani tarqatmaysan, summa chiqadi dedi. Shunday qilsam chiqdi. Endi bilasizmi, bir hafta davomida bitta muammoni tagiga yetolmayotgan joyini boshqasida bir mutaxassisning yarim og'iz gapi bilan shu narsani nima qilish. Shuning uchun hozirgacha gohida aytaman, yozilmagan buxgalteriyaning qonun qoidasi borki, buxgalterlar unga amal qiladi. U o'sha kasbning endi baribir ko'rinadigan, ko'rinmaydigan bir taraflari degan joyimizda bo'lgan. Keyin u yerda 1 yil ishlagandan keyin ketdim. Keyin
O'zbekiston Respublikasida mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi bor edi. Unda rais bo'lib rahmatli Abdulla Oripov, O'zbekiston Respublikasi gimni yozgan O'zbekiston qahramoni, u kishi rais edilar. Bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida bo'ldilar. 95-yilda, men 96-yilda, bir yildan keyin bu yoqqa meni chaqirishda bordim. Qo'shimcha o'rindoshlik, hammasi o'rindoshlik asosida u yerda o'tirib ishladim. Lekin u korxona yagona. Chunki sobiq ittifoq davrida u VAP deb aytardi, Всемирное авторское право, avtorlik pravoni, mualliflik huquqini himoya qiladigan butun ittifoqdagi o'sha tashkilot bo'lganligi uchun bitta shu Toshkentda bo'lgan. bittagina shu Toshkentda bo'lganda, ya'ni har bitta sobiq respublikalarda bittadan shu markaz bo'lgan mualliflik huquqini himoya qilish. Endi uni xususiyatini tushunmayapman. Majbur bo'ldim. 96-yil, e'tiborga 96-yil 1-mayda ishga kirgan bo'lsam agar 54-yildagi normativ dokumentlarni o'qishga majbur bo'ldim. Ishda qilyapman, hamma narsa hisob kitobim to'g'ri bo'lyapti, lekin undan ma'no chiqara olmayapman. Shunaqa holat bo'ldi. Uni keyin o'rgandik, takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorlarini chiqarish uchun qanchada nimalar qilindi, hukumatning qarorlari chiqdi. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlari to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. Endi u korxona keyinchalik patent idorasi bilan qo'shilib ketib, hozirgi paytda O'zbekiston Intellektual mulk agentligi tashkiloti bo'lib qoldi. O'sha yerda mualliflik huquqi himoya qilinadi. O'sha yerda 5 yil davomida bosh buxgalter lavozimida ishladim. Abdulla Oripov ishlagan vaqtlarda. Ishlagan paytlarida keyin Abdulla Oripov bilan biz keyin xayrlashdik. Chiqib ketdim, u kishida ham davom ettirib ketdilar. Shu narsasi Allohu alam, agar adashmasam 2000-yilmi, 2001-yildami, nechinchi yildadir keyin prezidentning qarori bilan u ikkita tashkilot qo'shildi. Patent idorasi bilan mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi qo'shilib, O'zbekiston Intellektual mulk agentligiga aylanib qoldi. Shu holat bo'ldi. Yilini bilmayman, eslolmayman hozir. 5 yil davomida o'tirib ishladik. Mualliflik huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan Ispaniyaga ham borib keldik. Bu yerda ular tajribani o'rgandim. Qozog'istonga bordim, tajribani o'rganib keldim. Jenevaga borishardi, borib tajribalarni o'rganib kelishardi. Ya'ni u yerda o'sha mualliflik huquqi nima ekanligi va unda qanday himoya qilish kerakligini, bu insoniyatning, bu bundoq qarasangiz agar xalqimizning merosi ekanligini o'sha yerda chuqur mohiyatini tushundik. O'sha narsasi bor. U paytda men 96-yilga borgan paytimda vafot etib ketgan mualliflarning huquqi 25 yil himoya qilinardi. Keyinchalik 50 yil bo'ldi. Hozirgi paytda 75 yil davomida himoya qilinadi. Qonunchilik takomillashdi, xalqaroga moslashdi. Shu holatimiz bor. O'shanda kelinardi. Keyin endi mustaqillikka erishganimizdan keyin buxgalteriya hisobini endi bilasiz 96-yilda hukumat qaror qabul qildida, hukumat qaror qabul qilib davlat mulklarini xususiylashtirish boshlandi. O'sha xususiylashtirish boshlagan paytida juda ko'p korxonalar aksiyadorlik jamiyatiga aylanib ketdi. Davlat ulushi bor bo'lgan korxonalar aksiyadorlik jamiyatiga aylanib ketdi-da. Ular buxgalteriya hisobini shaffofligiga ta'minlash to'g'risida gap ketdi. O'sha paytda Amerikaning USAID degan tashkiloti bo'lardi. O'sha Amerika endi pulidan shu rivojlanayotgan davlatlarga ma'lum bir sohalarni rivojlantirish uchun ko'mak bo'lardi. O'sha paytda Pragma degan bir korporatsiyasi kelib, shu bizlarni buxgalterlarni o'qitishni boshladi. 1999-yilda butun Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Moliya instituti, Andijon, o'sha paytda Narxoz deb aytishardi, Andijon, Narxozi, Namangandan va boshqa institutlardan, juda ko'p institutlardan 2 ta, 3 ta, 5 ta qilib bir 30 ga yaqin o'qituvchilar, Samarqand kooperativniy institutidan o'sha yerdan ustozlarni hammasini yig'ib bizlarda buxgalteriya hisobini xalqaroga o'tish bo'yicha maxsus kurs tashkil qilindi. Keyin o'sha kursdan o'tdik, muvaffaqiyatli o'tganimizdan keyin o'sha yerdagi asosan o'sha yerdagi 30 ga yaqin o'qituvchilar keyin butun respublikada shu buxgalteriyani xalqaro standartlarga o'tayotganimiz munosabati bilan o'qitishni boshladik. 99-yildan adashmasam salkam bir 10 yil davomida o'sha respublikada ko'proq masalan Toshkentda, Toshkent viloyatida, Sirdaryo, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida borib dars o'tib qaytib keldim. Namangan 10 yil o'sha dastur bo'yicha, dastur bo'yicha ishlab keldik.
mutaxassislarga dars o'tdik. Boshqa nimalarimizda ham turli xil vazirliklar ham chaqirgan paytda borib darsni o'tib keldik. Bu juda katta maktab bo'ldi. Birinchisi o'sha 99-yilda endi barimiz yoshmiz. 92-yil, 97, 99 bo'lsa 7 yil davomida o'qituvchilik qilgan bo'lsak, agar ayrim bir professor o'qituvchilar biz uchun daho edilar-da boshqasidan. Ularning kitobini o'qiganmiz, o'zlarini ko'rmaganmiz. Endi ko'z oldingizga keltiring, ular bilan bitta xonada o'tiribmiz, bitta stol atrofida o'tiribmiz, bir komanda bo'lib ishlayapmiz va taqdimotlarni siz qiling deb bizni chiqaryaptilar-da. Bu juda katta maktab. Bir oy davomida o'qigan bo'lsak, juda katta maktab bo'ldi-da. Chunki yoshlarni bari oldingizga olib kelib, unga o'rgatib, unga yo'l ochib berayotgandek gap bo'ldi-da. Masalan, o'sha yerda juda ko'p olimlar bilan o'tirib gaplashdik, suhbatda bo'ldik. O'qiymiz. Juda katta maktab bo'ldi. Va o'zimizda auditoriyada keyin bemalol ayta olishimiz. O'sha paytda keyin bizlar doskaga chiqib taqdimotimizni qilganimizda, taqdimotimizda kamchiliklarimizni aytardilar. Mana bu yerda xato qildingiz, mana deyishingiz kerak, bunda xato qildingiz, buni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Bu so'zni o'rniga mana bu so'zni ishlatsangiz to'g'riroq bo'lardi deb. Shuning uchun o'sha narsa bo'ldi. Keyin asosda amaliyotda buxgalter bo'lib o'tirib ishladik. Universitetda ishimizdan tashqari keyin kichik korxonalar ochilishni boshladi. Kichik korxonalarning buxgalteriyasi endi u paytda katta summalari emas edi. Shuning uchun o'sha katta summasi bo'lmagan korxonalarda ham ma'lum miqdorda buxgalteriya hisobini yuritish uchun asosda o'tirib ishladik. Bugungi kunda endi o'sha paytda shunaqa holatlar bo'ldiki, u paytda o'zimiz u narsani bilmaganmiz, lekin markazlashtirilgan holatda biz o'sha narsani qilmaganmiz. Har bitta korxonada tashqi o'rindosh sifatida o'tirib ishlab, buxgalteriyasini yuritganmiz. Bugungi kunda o'sha narsa outsourcing deb aytiladi. Bitta korxona ochasiz, yuridik o'sha korxona bilan shartnoma tuzasiz va ularning buxgalteriyasini yuritib berasiz. O'sha yuritib berishingiz hisobidan 400-500 so'm pul sizning korxonangizga kelib tushadi va o'shandan ishchilaringizga ish haqini berasiz. Outsourcing. Bugungi kunda xursand bo'laman. Juda ko'p shogirdlarimiz endi o'zlari korxonada buxgalter bo'lib ishlagandan tashqari outsourcing korxonalarda ochib, kimdir 50 ta, kimdir 100 ta, kimdir undan da ko'proq boshqalab 300 ta, 400 ta korxonalarning buxgalteriyasini yuritayotgan katta outsourcing kompaniyalari bor. O'shandan xursandmiz. Shu bugungi kunda endi bunday olib qarasak agar o'sha 99-yilda aytgan bo'lsak, agar u paytda keyin asosda boshlandi O'zbekiston Respublikasida buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash tizimi boshlandi. U narsa yo'q edi. Buni Moliya vazirligi homiyligi bilan amalga oshirildi deb aytsak bo'ladi. O'sha paytda sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter (SIPA) degan programma bo'lardi. O'sha programmamiz ikkita bosqichdan iborat edi. Birinchisi KEP, ikkinchisi SIPA edi. O'sha KEP sertifikatini olish uchun 4 ta imtihon topshirish kerak edi. Juda ko'p shogirdlarimiz o'qitardim. O'qitish maxsus kursim ham bor edi. Maxsus kursni keyin tashkillashtirgandan keyin o'sha bolalarimiz o'qishni boshladi. Juda ko'p talabalarimiz o'sha KEP, KET degan sertifikatlarni, ayrimlari SIPA sertifikatlarini ham olishdi. Biz undan xursandman. Ular bugungi kunda menda ro'yxati bor. O'sha paytda endi berilgan telefon raqamlari yoki aytaylik o'sha elektron pochtalari va hokazo familiyalari turibdi. Eng asosiy narsasi o'sha paytdagi pasport danilari ham kerak bo'lardi. Hammasini yozib olganmiz. Hozir bunda o'sha bir ro'yxatni kecha kunda bir ko'rgan paytimda salkam bir 10 mingga yaqin bola shu kurslarda o'qigan ekan. Bu juda katta xursandmiz. Endi hozir ham shu dars beryapmiz. Bu Xalqaro Nordik universitetida buxgalteriya hisobi fanidan dars o'taman va qimmatli qog'ozlar fanidan dars o'taman. Shu narsasi bor. Nasib bo'lsa mana endi hozir buxgalteriya hisobi yo'nalishimizga litsenziya olindi. Endi bundan buyog'iga o'zimizning buxgalteriya yo'nalishimiz bo'ladi va buxgalteriya yo'nalishimizda o'sha buxgalteriya hisobini xalqaro hozirgi paytda 187 ta davlatdan olinadigan SC degan sertifikatni olish uchun barcha sharoit qilinadi. Va bu o'sha sertifikatni olish uchun bolalar endi 14 ta sertifikat deb aytiladi, lekin o'sha 14 ta sertifikatning hammasini universitetning o'zida ola olmaydi. Oldindan ham o'sha narxozda ishlagan paytimizda, iqtisod universitetida ishlagan paytimizda o'sha sertifikatlash tizimi to'g'risida gap ketgan paytida biz o'shanga harakat qiluvdik. Keyin o'rtada keyin strukturaviy o'zgarishlar bo'lgandan keyin u to'xtab qoluvdi. Endi hozirgi paytda ular qilishdi. Qanchalik qilishdi, unisini men qiziqqanim yo'q, lekin bor u narsasi.
nasib bo'lsa mana buxgalteriya yo'nalishimiz ochilgandan keyin birinchi bo'lib SC sertifikatini bizning talabalarimiz o'qishni bitirgandan keyin o'sha 3 yoki 4 sertifikatni mana shu yerda auditoriyada o'qitganimiz uchun o'sha sertifikatlarni boshlang'ich F1, F2, F3 plus F4 masalasini gaplashamiz. Agar o'sha sertifikatni olish uchun sharoit bo'lsa kerak yaxshi bo'ladi, lekin unda o'qish jarayonida bolalarimiz endi hozirgi paytda Toshkent iqtisodiyot universiteti bu narsani qila olmagandik. Keyinchalik bu yerda men Nordicda bu narsani amalga oshirdim. Keyin o'sha narsani bu oshirgan narsamiz 1S programmasini litsenzion programmasida talabalarimiz tekinga foydalanish huquqini beradigan va litsenzion programmada o'tirib ishlash uchun 1S kompaniyasi bilan Xalqaro Nordic universiteti memorandum imzolashdi. O'sha imzolagandan keyin mana bugungi kunda o'sha hali 96 emas, qo'yingki 2000 desak, o'sha 2000-yilda narxozda amalga oshira olmagan ishlarimizni bugungi kunda bu yerda oshirdik. Bu juda katta yutuq. Bugungi kunda buxgalteriyani o'rganaman degan, buxgalteriya yo'nalishida o'qiyotgan bolalarimiz yoki boshqa yo'nalishlarda o'qiyotgan bolalarimiz buxgalteriyani o'qiyotgan paytda 1S programmasida bevosita o'tirib ishlay oladi. Nima uchun bu narsani aytyapman? Bizni bolalarni qanchalik o'qitmasangiz, buxgalteriya yo'nalishida qanchalik o'qitmasangiz, bu hammasini mukammal o'qigani bilan, lekin 1S programmasida o'tirib ishlashni bilmasa agar, qaysi korxonaga borsa agar, u kemtik bo'ladi-da. U o'sha narsani ko'rmaganligi uchun olgan nazariy bilimini amaliyotda ko'rsata olmaydi. Vaholanki u oddiy o'sha biz hozir bu programmasini hozir qo'shganmiz. Buxgalteriya hisobida axborot tizimlari deb, o'sha axborot tizimlarida aynan 1S programmasini o'tirib ishlash uchun litsenzion programma. Bu endi hozirgi paytda bulutli deb aytadi, freshda turadi, bemalol bolalarimiz o'tirib ishlaydi. Har bittasiga biz login, parolni beramiz. Ular xohlagan paytda u yoqqa kirib, o'zini bemalol ishini qilishi mumkin bo'ladi, o'rganishi mumkin bo'ladi. Lekin kommersiya maqsadda foydalanolmaydi. Tijorat maqsadida foydalanolmaydi. Nima uchun? Chunki biror bir korxonaning buxgalteriyasini u yoqqa yuritish mumkin emas. O'quv maqsadida qancha o'rganish mumkin bo'lsa, yuritish mumkin bo'ladi, ko'rish mumkin bo'ladi. O'sha ma'noda. O'shandan hisobga olinadi. Chunki agar u bo'ladigan tijorat maqsadida ishlatiladigan bo'lsa, 1S kompaniyasi aynan o'sha bola uchun bloklab qo'yadi, u yoqqa kira olmaydi. O'sha narsasi uchun. Faqat o'quv maqsadlarida. Undan tashqari, endi hozir bilasiz, statistika qo'mitasi, Milliy statistika qo'mitamizda E-stat degan отчетimiz bor. U offlaynda ishlaydi. Undan bemalol bolalarimiz statistik отчетlarni o'sha paytda ham qilish mumkin, topshirish mumkin edi. Buning ham imkoniyati bor. Endi hozirgi paytda eng katta bir muammomiz bizlarda elektron raqamli imzo. Endi biz Nordic'nikini olib ishlata olmaymiz. Agar Nordic elektron raqamli imzosini oladigan bo'lsak agar, endi talabaga yubormi desangiz, bari qiladi-da, yuboradi. Chunki buni отчет tayyorlagandan keyin bo'ldi, saqlanib qilib qo'ygun, turadi desangiz agar, ular bari yuboradi-da. Chunki u yerda yuborish mumkin, отправить degan nimasi bor, nima bo'lar ekan deydi. Uni keyin buxgalter tinimsiz keyin tozalab turish kerak bo'ladi-da. Chunki ko'z oldingizga keltiring, bitta Nordicning universitetining ichida agar buxgalterdan tashqari nima bo'ladigan bo'lsa agar, biz talabalarimiz elektron raqamli imzo bilan agar отчет yuboradigan bo'lsa agar, ozgina qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz hozir uni soliq qo'mitasidan so'radik, uni qilish imkoniyati yo'q ekan o'quv maqsadlarida. Shuning uchun oson variantni qildikda, bitta bir korxona ochdik. Korxonada 0,5 stavkada bitta odam ishlaydi, tashqi o'rindosh. U 1 yilning ichida bo'lsa agar 5-6 million yoki 10 million ish qiladi. O'shanga yarasha soliq to'laymiz. Hokazo shunaqa narsasi bo'lib ketadi. Lekin eng asosiy narsamiz bizda elektron kaltimiz bo'ladi. Elektron kaltimiz bo'lgandan keyin o'sha elektron kaltimiz orqali soliq o'ziga kirib, bolalarimiz bemalol отчетni jo'natadi. U yerda bitta bir mas'ul odamimiz o'tiradi, boshqa qilinadi. Jo'natgan отчетlarning boshqasini o'sha kunning o'zida dars tugashida hammasini yana tozalab, admin qilib tozalaymiz, lekin bola ko'ra oladi-da. Отчет yuborgandan keyin отчетni ko'rishi mumkin bo'ladi. Shunaqa holatimiz bor. Chunki bola elektron variantda отчет topshirish to'g'risida qoidani bilish kerak bo'ladi. Undan tashqari endi счет fakturamiz boshqasi bor, detoks deb aytamiz, uni bilish kerak. Nima uchun bu narsani aytyapmiz? Bugungi kunda buxgalteriya yo'nalishida o'qiyotgan bola juda ko'p bilimga ega bo'lish kerak. Soliqqa отчет topshirishni, statistikaga отчет topshirishni, Xalq bankiga отчет topshirishni, hisobotlarni topshirishni, masalan, o'sha mijoz bilan o'tirib ishlayotgan paytda bank bilan o'tirib, bank klient
tizimida o'tirib olishni, shu fakturalarni ko'rsata olish uchun va boshqa programmalar. Bular bugungi kunda buxgalteriya hisobining axborot tizimlari deymiz. U faqatgina u bizning emasda, u boshqa tizimlarning ham tizimi programmasida o'tirib bolalarimiz ishlashi kerak. Endi to'g'ri, boladan juda ko'p bilim talab qilinadi. Bu buxgalteriya yo'nalishida buxgalter bo'layotgan bola uchun deb aytamiz. Lekin korxona rahbari bo'ladigan odamlarimiz xohlaysiz, xohlamaysiz buni bilishi kerak bo'ladi. Buni bilishi kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki korxona rahbari bugungi kunda agar oladigan bo'lsak, agar u faqatgina korxonani boshqarishda qaror qabul qilayotgan paytida uning moliyaviy tarafini ham ko'rish kerak bo'ladi. O'sha moliyaviy tarafni ko'rish o'sha tahlil bo'ladi. Bugungi kunda mana data analitika boshqasi va hokazo deb aytyapmiz, ma'lumotlarni tahlil qila oladigan, hisobotlarda pullarning oqimini ko'ra oladigan va o'shanga qarab turib korxonaning boshqaruv qarorlarini, investitsion yoki boshqa bir qarorlarni qabul qilish uchun yetadigan ma'lumotlar bazasi bo'lishi kerak. Oldinlari u bitta bir shot bilan butun xalq xo'jalikning hisob kitobini, balansini chiqartirgan. Maqsad o'sha отчетni qilib topshirish edi. Bugungi kunda ham отчет topshirishimiz mumkin. Qarangki, biz 2026-yilgacha biz отчетlarni qilib налогga topshirardik. Налогda hisob qoladigan bo'lsa agar soliqqa hisobotimizni topshirardik, soliq organidagi ularni ko'rib, mana bu yerda kamchilik, mana bu xatolik deb kameral tekshiruvlar va hokazo qilardi. Biz uni isbotlab yo to'g'rilab o'shani hisobot topshirardik. Mana 2026-yildan boshlab налоговый inspeksiyaning o'zi endi 5 ta bizning отчетimizni qilib bizga yuboradi. Topshirishdan oldin 5 kun oldin yuboradi. Biz uni ko'rib chiqamiz. To'g'ri bo'lsa agar teginmaymiz, turadi. Noto'g'ri bo'lsa biz to'g'rilaymizda shu 5 kunning ichida jo'natib yuborishimiz kerak. Qarangchi. Ya'ni hisobotlarni tayyorlash degan joyimiz boshqasida o'sha rolimiz даже o'zgarib ketdi. Shunaqa narsa. Lekin baribir buxgalter o'sha korxonaning barcha ichida sodir bo'layotgan voqea hodisalarni baribir bo'ladi. Bugun bo'ladi ham, ertaga ham bo'ladi. Balkim buxgalter degan nom bo'lmas. Boshqacha nom bilan aytiladi, lekin baribir bu mutaxassislik bo'ladi. Chunki hali tovar pul munosabati bo'lar ekan, korxonaning ichida kimdir javob berish kerak. Kimdir javob berish kerak. Mahsulot ishlab chiqaryapmiz, uni sotyapmiz, u pulni olib kelinadi, u qayergadir sarf qilinishi va u bo'yicha hisobotlar baribir bo'lishi kerak. Shuning uchun endi hali yo'qolib borayotgan kasblarning ichida buxgalterlar deb aytishadi. Endi to'g'ri, nomi yo'qolishi mumkindir, lekin baribir o'sha funksiya turadi. Bu funksiyani yo'qotib bo'lmaydi. Chunki hali aytadi, kommunizm bo'lganimiz yo'qda. Hamma narsa kapitalizm. Chunki kapitalizm degan narsamiz bor, tadbirkor bor, uning puli bor, uning daromadi bor, investitsiya qilgan, investitsiyadan daromad olishi kerak. Odamlar mehnat qilyapti, undan daromad olyapti. Ya'ni uning hisob kitobi bo'lishi kerak. Shuning uchun bu narsamiz bor. O'sha narsadan kelib chiqqan holatda buxgalter yo'nalishida o'qiyotganlar, men doimiy ravishda aytaman. Buxgalteriya yo'nalishida o'qiyotgan bolalarimiz u hech qachon xor bo'lmaydi. Sababi biz bilim beramiz deymizda. Haqiqatan, masalan, men doim ravishda aytardim, Toshkent davlat iqtisod universiteti juda ko'p sohalar bo'yicha mutaxassis tayyorlaydi, faqat bilimlar beradi. Toshkent davlat iqtisod universiteti faqatgina 2 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassis chiqaradi deb aytardim. Ya'ni qo'lda hunari bor, kasbi bor. U bittasi IT programma yozadigan programmistlar va ikkinchisi buxgalteriya yo'nalishida o'qiyotgan buxgalterlar. Chunki konkret o'sha buxgalteriyani agar siz bilmasangiz, agar uni qila olmaysiz-da. Shunaqa bolalarni ko'rdik, o'qib yurgan paytda buxgalteriya yo'nalishida 4 yil o'qidi. Balkim pulidan, balkim tanishi bilandir va hokazosida o'qib yurdi, lekin 4 yil davomida buxgalteriyaning B harfini o'rganmay chiqib ketdi. Lekin shunaqa o'sha bolalarimizni ko'rdik, keyin maxsus kursga borib 2 oy, 3 oy davomida o'tirib o'qidi. O'qib buxgalteriyani sal tushunchaga ega bo'lish uchun. Shuning uchun aytamizki, u o'sha kech. Masalan, birinchi kursda o'tirib o'qigan bola bugungi kunda, masalan, hozir ko'rsak agar, masalan, shaharda ko'rsak agar, hamma velosiped mingan, yoki bo'lmasa aytaylikki, bir mopedni mingan, yoki bo'lmasa bir skuterni minganda, yoki bo'lmasa ryukzakni taqib olib, piyoda ham yuribdi, boshqa qilinyapti, dastavshik. To'g'ri. Lekin o'sha bolalarning juda ko'p umri o'sha dastavshik bilan o'tib ketyapti, boshqa qilyapti. Vaholanki ular o'zini bilimini ishlatsa agar, ular undanda ko'proq balkim pul topardi. Shunaqa narsasi bor. To'g'ri, birdaniga hech kim sizga mana deb 5 million, 10 million, 50 million pul bermaydi. Lekin oldin zo'r mutaxassis bo'lish kerak-da. Bir sohaning mutaxassis bo'lish kerak. Pulni izdan qo'yish kerak emas.
mutaxassis bo'lishi kerak ular. Masalan, buxgalteriya yo'nalishida o'tirib o'qiyman degan odam 1 yilning ichida buxgalteriyani juda ko'p hammasini o'rganib oladi. O'zi aslida 3 oyning ichida yaxshigina buxgalter bo'ladi. Qo'rqish kerak emas. Real hayotda shunaqa narsa bo'lgan. Hozir u student, u shogirdning ismini bilmayman. Birinchi kurs, o'zi buxorolik bola, birinchi kurs o'qishga kirgan, meni kursim borligini bilgan. Narxozning talabasi. Kelyapti-da, "Men sizning kursingizga kirmoqchiman" deyapti. "Nechinchi kurssan?" desam, "Yosh bola. Birinchi kursman" dedi. "Sen juda qiynalasan, chunki bu yerda iqtisodiy terminlar desam, hech narsa qilmaydi" dedi. Lekin shu bola meni 3 oy davomida kursimda o'qigan bo'lsa agar, 3 oy davomida tinmay savol berardi. Biror bir iqtisodiy terminni aytsam agar, masalan, inventar va xo'jalik jihozlar menday hisobga olib bordi desa, "Domla, inventar nima?" dedi. Inventarga javob bersam, "Xo'jalik jihozlari nima?" dedi. Ya'ni unga men so'zning ma'nosini ham tushuntirib berardim. Lekin shu bolaga men qoyil qolganim, 3 oy kursni tugatdik, bugun sertifikat berdik. Ertasiga keldi-da, "Assalomu alaykum, domla" deb salomlashdi. "Va alaykum assalom" deb endi kech tugatdi, endi bugun kelib salom berib, koridorda ko'rdi desam agar, "Meni tabriklang" dedi. "Ha" desam agar, "Men bugundan boshlab bosh buxgalterman, bitta korxonadaman" dedi. Birinchi kurs bola qo'rqmasdan turib, olingan nazariy bilimni amaliyotda qo'llash uchun harakat qilyapti. Va o'shani harakat qildi. Shu bolani keyin 4-kursni bitirayotgan paytida ko'rdim. "Qandaysan" desam agar, "Zo'rman domla" dedi. "Buxgalterlik qilyapsan" desam, "Ha, qilyapman" dedi. "Ishing yaxshimi? Bitta korxonada hali o'sha korxonada" desam, "Yo'q" dedi. "Bitta bilan" dedi, "tirikchilik bo'lmaydi" dedi. "Nechta korxona yuritsan" desam agar, u paytda endi korxonaning buxgalteriyasini yuritadi, lekin outsourcing degan yana o'sha narsa, u narsa yo'qda, o'sha 15 ta korxonaning buxgalteriyasini yurityapman dedi. Endi hisobga oling, shu bola birinchi kursligida bo'lgan bo'lsa agar, mayli birinchi kursda bitta korxona buxgalteriyasi yuritgan bo'lsa, ikkinchi kursdan boshlab asosda bu korxonaning buxgalteriyasi yuritgan bo'lsa agar, vallohu alam shu bola topgan pulning hisobidan o'zi yashadi, kontraktini to'ladi, oilasini boqdi, hokazo hamma sharoitini qildi. Chunki oxirgi modeldagi qo'ldagi telefon, soatlari, kiyinishi, boshqasi, u kontraktni o'qib, bir ahvolda yurgan talaba emasdi. Shunaqa holat. Ya'ni uning puli bor, daromadi bor. Men aytmoqchi bo'layotgan joyim shu, to'g'ri, dastavshik qilyapti, boshqa qilinyapti, lekin buxgalteriya yo'nalishida o'qigan bola xor bo'lmaydi. Shu narsasini men aytishim mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'zimizda Nordic universitetimizda o'sha iqtisodiyot, jahon iqtisodiyoti, moliya va moliya texnologiya yo'nalishidagi bolalarda ham buxgalteriya hisobi bor. Kimdir nomiga o'qidi, qiynaldi, kimdir o'sha fandan qarz bo'lib, mana o'tiribdi, mana endi yozda trimestrlarda boshqasida o'tirib o'qib, qo'shimcha pul to'lab o'qiydi, boshqa qilinadi, lekin kimdir shu narsani o'tirib o'rgandi, juda xursandman. Masalan, hozirgi paytda mana bir YK24 degan bitta gruppamiz bor. Bolalarning hammasi ko'zi chaqnab turibdi. Va buxgalteriyani o'rgatsangizga hammasini o'rgandi. Bundan xursandmiz. Bitta fan bo'lsa ham, o'zini yo'nalishi bo'lmasa ham. O'zini yo'nalishi emas, lekin o'shani o'tirib o'qidi. Nima uchun? Chunki o'zini o'qiganingizdan keyin siz mana pulning keldi-ketisini bilyapsiz. Korxonani qanday qilib ochishni o'rganyapsiz. Mana ko'z oldingizga keltiringda, mana siz mana hozir Toshkentda yuribsiz, mana shu Nordic universitetida yoki boshqa bir oliy ta'lim muassasasida o'qib yuribsiz, qishloqqa bordingiz. Endi hammamiz qishloqdan kelgan odammiz. Qishloqqa bordingizda, menga o'xshagan bir mo'ysafiyat odam aytdiki, "Men bitta korxona ochmoqchi bo'lyapman, bolam qayerga boray" desa agar, bola javob bera olmayapti-da. Lekin Toshkentda o'qib kelgan. Ha, Toshkentda o'qib kelgan. Uni aytish kerak. Masalan, davlat xizmatlar markazi bor. Istasangiz, men kompyuterda onlayn sizga o'tkaztirib beraman. Shuncha pul ko'tarib borishingiz kerak. Bunday qilsangiz bunday bo'ladi, bunday qilsangiz bunday bo'ladi deb u bola aytsa agarlar, o'sha odam aytadi. Otasiga rahmat deydi. Toshkentda o'qib yuribdi, juda ko'p narsadan bilar ekan deydi. O'qigan bola deydi. O'sha u uchun u odam bir mo'ysafiyat u har bir davrada ayta oladi-da. U uchun reklama-ku. Uning uchun bilim kerak. O'tirib o'qish kerak. Shuning uchun bolalar xursandman. Masalan, hozir 2-kurs ko'zi chaqnab turibdi, o'qiydi. Qiz bolalar ham, o'g'il bolalar ham. Chunki buxgalter bo'lish uchun haqiqatan endi bilim deb aytamiz. Masalan, qiz bola ertaga turmushga chiqadi. 4 yil o'qidi. 4 yilning ichida turmushga chiqdi. Turmushga chiqqandan keyin farzandli bo'ladi. Farzandni katta qilishi kerak. Lekin baribir u ishlashi kerak. Ishlayman desa agar, uyda ham o'tirib ishlash mumkin. Hozirgi paytda Paris programmasida o'tirib korxona buxgalteriyasini qilaman desangiz agar, shunday korxonalar bor.
korxonaning buxgalteriyasini o'tirib, uyda o'tirib ishlasangiz bo'ladi. Hozir belanchaklar chiqdi. O'zi qimirlab turibdi, avtomat. Uni bunday ushlab turish, terbat turishingiz shart Muhim emas. qora ish emas. O'tirib ishlash mumkin bo'ladi-da. Uyda ham, ro'zg'orda ham ortib, yana o'tirib ishlab 4-5 so'm pul ishlash mumkin bo'ladi. Даже bu ayol kishini ko'chaga chiqmasdan turib. Shunaqa qizlarimiz borki, faqat u yerda qizlar ishlaydi. Faqat qizlar ishlaydi. Boshqa o'g'il bolalarni qabul qilishmaydi. Shogirdlikka faqat qizlarni qabul qilishadi ham. Nima uchun? Chunki yo'q deydi-da, qandaydir cheklashadi. Jamiyat bor endi. Xohlaysiz, xohlamaysizmi shunaqa. Chunki sohani, ma'lum bir sohada ishlaydigan odamlarimiz bu narsani nima qiladi? Egallaydi, bari ishlaymiz. Shu holatimiz. O'shanda keladi. Yoshingizda o'zi qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? Faolmi, intizomlimi yo juda shumtakami, qanaqadir bezori deymiz. Bilasizmi? Birinchi sinfda bo'yna aytdim-ku, Pravda maktabida rahmatli ustozimiz o'qitgandilar, lekin yosh bola bo'lganmizda, 7 yoshli bolamiz, uyda erkatoy bo'lib o'sganmiz. Maktab o'rgan paytimizda maktab o'qituvchimiz juda qattiq qo'l edilar. Bilmagan bolani urardilar. U kishining tayog'idan qo'rqib, hech narsa gapirmasdim. Shuning uchun eng yaxshi bahom bittagina 3 olganman. Qolgan hamma bahom faqat yo 1 yo 2 bo'lgan. Hech nima qilmaganmiz. Birinchi sinfda o'qitganlar, hamma narsani bilaman, so'rasa javob bera olmayman. Shokka tushib qolaman-da, javob bera olmayman. Shunaqa holat bo'ldi. Ikkinchi sinfga o'tgan paytimizda hamma sinflardan menga o'xshagan eng ikkichilarni olib bitta sinf qildilarda, bizga sinf yetmadi maktabda. O'sha paytda Destiletka deb aytardi. Endi Oktyabr revolyutsiyasining 10 yilligi bo'lgan paytda maktab ochilgan. Nomi Destiletka edi. O'sha Destiletkada o'ris maktabi edi. O'ris maktabida biz bitta o'zbek sinf edik. Va bizga boshqa bitta sinf rahbar berdi, sinf o'qituvchisi berdi, boshlang'ich o'qituvchi. Endi u kishining shirin so'zligidan nima gap so'rasa agar hammasiga javob beramizda, qo'l ko'taramizda. Men javob beray, men javob beray. Men 2 ga o'qigan, bitta ikkisi uchun bor, qolgan 2chi bo'lgan bola, 1chi bo'lgan bola. U yerda men juda yaxshi o'tirib o'qidim. Va haligacha esimdan chiqmaydi. Kim o'qitgan desa, palonchi o'qituvchi degandan keyin ustozingga katta rahmat, zo'r o'rgatgan ekanlar dedilar. Qarangda. Ikkinchi ustoz, birinchi ustozimga rahmat deb aytganlarda mening javobimdan. Vaholanki meni baholarimni agar ko'rsalar nima? Bitta 3. Yo'qmi yaxshi o'quvchi bo'ldim. Shunaqa narsasi bo'ldi. Endi o'g'il bola shuntakka bo'ladi, shumlik ham qilganmiz. Futbol ham tepganmiz, boshqa ham bo'lgan. Hamma narsa bo'lgan. Keyin o'sha 8-maktabga o'tgan paytimizda sinf rahbarimiz Rus opa edilar, Tamara Ivanovna Parishkova edilar. U kishi sinfimizda tinimsiz yangiliklarni aytib berardilar. Alohida doskamiz bo'lardi, devorga yopishtirilgan. Endi u paytda hozirgi paytga zamonaviy texnika, texnologiya yo'q edi. O'sha yerda nima qilardi? Lekin eng asosiy narsasi o'zimizning magnitofonimiz bo'lardi. Lenta bilan aylanadigan magnitofon, hammamiz turg'izib qo'yib, ashula aytardilar. Ashulamizni yozib qo'yardilar-da, keyin uni eshittirardilar. Shunaqa narsasi. Har bir bayramda 9-may G'alaba bayrami degan paytda, aytaylik 23-fevral o'sha esar paytda bo'lgan narsada, o'sha mana hozir 14-yanvar harbiylar kuni deb aytamiz-ku, o'shanday bayramlarda boshqasida bizlar ashulalar aytib, sinfimiz shunaqa narsa qilardi. Sinfimiz juda inoq. Shunaqa nima edi. Shunday bo'lganmiz. Paxtaga ham borganmiz. 7-sinfdan paxtaga chiqqanmiz. 7-sinfdan yotarga paxtaga o'sha paytda shunaqa zamon edi. Paxtaga olib ketdi, paxta o'quvchilari ham paxta terardik. Sinfda o'zimiz yig'ishtirardik. O'borchilar yig'ishtirmasdi. Koridorlarni o'borchilarni xizmasi edi. Sinfda o'quvchilar o'zimiz yig'ishtirardik. Bitta qiz bola, bitta o'g'il bola qolardik. Suvni olib kelardik, musorda olib borib to'kardik. Agar qizlar yetishmasa, agar ikkita o'g'il bola bo'lib qolsa, agar partiyalarni ko'tarib, o'sha 30 kishi o'qiyotgan joyda boshqa sinfda o'zimiz yuvardik. Mehnatdan qochmasdik. Shunaqa narsasi bor edi. O'sha mehnatlar, ustozlarning o'gitlari bilan shu kunga yetib keldik. O'sha yoshlik paytingizda kelajakda kim bo'laman degan savol hayolingizdan o'tganmi? Shu narsa o'ylantirgan? Bo'lgan.
O'sha amakimiz bor. Amakimiz buxgalter bo'lib nima qilganlar. Shu Narxos Toshkent iqtisodiyot universitetida o'qigan buxgalter edilar. Men buxgalter bo'laman deb yurardim. Va eng asosiy narsa Toshkentga borib o'qiyman der edim. Toshkentga o'qiyman dedim-da, u paytda endi 9 yosh bo'lgan paytimda 77-yilda otam vafot etganlar. Keyin bizdan hammamizni onam rahmatli katta qilganlar. Keyin onam aytdilar. Men Toshkentga boraman desam, qo'lim kalta, Toshkentda qiynalasan dedilar. Men uni tushunmaganman. O'zimizda Termizda qolgan. U paytda pedinstitut bor edi faqat. Termiz davlat pedinstitutida o'qiysan. Qishloqda otam uy qurganlar, o'sha qishloqda maktabda o'qituvchi bo'lasan deganlar. O'sha paytda Farishta omi degan ekan. O'qituvchi bo'lasan degan joylarda. Keyin Toshkentga bordim, Toshkentga keldim, o'qidim, o'qishga kirdim. Kibernetika yo'nalish, umuman buxgalter yo'nalish bo'lmasdan turib boshqa yo'nalishga kirdim. Keyin taqdir taqozosi bilan 92-yilda dekanimiz Karimov Akram Tajdinovich to'yga taklif etdim, shu Surxondaryoga to'yga bordilar. Shu kishini sababchisi bo'lib, men Toshkent davlat universitetida qoldim. Sherga keldim, onam ruxsat berdilar. Keldim, sentyabrda o'tirib, 92-yil sentyabrda ishni boshlagan bo'lsam agar, o'sha buxgalteriya kafedrasi bo'lib qoldik. Oxir oqibatda mana buxgalter bo'ldim. Buxgalter bo'laman degan ekanman, o'sha paytda Farishta omi degan ekan. Onam qo'lim kalta, u yoqqa borsang qiynalasan dedilar. Qiynalishda qiynalmadim-u, uydagilar balkim qiynab qo'ygandirman. Lekin mana o'qituvchi bo'ldim. 92-yildan to shu kungacha hisobga oladigan bo'lsak, uydan chiqib ketganim 41 yil bo'lgan ekan. 41 yildan 7 yilni ayirsak agar hisobga oling, men shuncha yil davomida o'qituvchilik qilib yuribman. Hozir ham amaliyotchi buxgalterman va auditor degan sertifikatim bor, tashqi auditor. O'sha tashqi auditor sifatida Amulet Audit degan korxona bor. O'sha Amulet Audit korxonasida borib korxonalarni tekshirib ham, tekshirishda qatnashaman. Shuning uchun Farishta omin deydi degan gap u haq gap ekan. O'sha ikkalasi ham amalga oshirildi. Onamni o'qituvchi bo'lasan deganlarini bo'ldi. Yo'q, men buxgalter bo'laman deganim, buxgalter bo'ldim ham va buxgalteriyadan dars beryapman, o'qituvchi. Ikkalasi ham amalga oshdi. Faqat hozircha qishloqda yashayotganim yo'q. Lekin qishloqda haligacha uyimiz bor, ukam yashayapti, yerimiz katta. 1 gektarga yaqin tog'zonasi. Aytganman, tursin, teginmaysan, vaqti keladi, men kelaman, shu yerda uy quraman, o'sha yerda yashayman dedim. Nasib bo'lar. Tushunarli. Ta'lim mana shu hayotingizni nimani o'zgartirdi sizni? Ta'lim menga juda ko'p narsani berdi. Ta'lim juda ko'p narsani berdi. Birinchisidan o'sha maktab tugatgandan keyin bari yosh bola edik. O paytda mana ijtimoiy tarmoq degan narsalar boshqasi yo'q edi. Yana og'ir mehnat hammasini qilganmiz. Toshkentga keldim, oq-qorani ko'rdik. Yaxshi, men hayotda minnatdorman. O'sha yaxshi odamlar juda ko'p. Hayotda men ular bilan duch keldim. Yaxshi odamlar. Hammasidan nimadir o'rgandim. Hammasidan. Yaxshi narsalar juda ko'p narsa menga o'rgatishdi. Bilim esa o'sha bilim olganim, ta'lim esa oxir oqibatda hayotda o'z o'rnimni topishimga,
chuqur o'ylashimga, mutaxassis sifatida shakllanishimga va bu bilimlarni o'zim bilan orqalab ketmasdan turib, uni boshqalarga ham tarqatish kerakligini juda ko'p narsani o'rgatdi. Bu o'sha bilim bugungi kunda o'sha diniy bilim bilan ham, dunyoviy bilim bilan ham ikkalasini bog'lash uchun ham sharoit bo'ldi desak bo'ladi. Bu narsasi. Chunki juda ko'pchilik aytadi, unchalik oldinlari endi SR payti biz katta bo'lganmizda. Shahodat kalimasini qaytar desa uni qaytarardik-ku, lekin undan u yoqqa boshqasiga o'tmasdik. Namozda faqat yoshi katta odamlar, pensiyaga chiqqan odamlar, oqsoqol otaxonlar o'qirdi, boshqa qilardi, yo bo'lmasa eshonlar deb aytamiz, oqsuyaklarimiz boshqasi, xo'jalar, ular o'qirdi, boshqa bunda nima qilmasdik. Bugungi kunda mana qarang. Diniy kitoblarimiz chiqdi, Rahmatman shayxning kitoblarini salkam hammasi menda bor. Qarang qani, baxtiyor oila bo'lish uchun kitob chiqdi. Musulmonning Meroj degan kitobi chiqdi. Yo aytaylikki, tasviriy hilol chiqib, Qur'onning har bir oyati qanday, nima uchun nozil bo'lgandagi to'g'risida gap ketdi. Ularni o'qib, bugungi kundagi bolalarda bilim olish uchun hamma sharoit borligini ko'ryapmiz. Bu faqat kitobning o'zida. Faqatgina kitobning o'zida. Men faqatgina bir ikkita diniy kitobni gapirdim. Vaholanki qancha kitoblar turibdi. Oddiygina sunnatning ishini ham, masalan, davomiy bo'lishi to'g'risida gaplarni, uni shu hayotda qo'llayapmiz-da. Masalan, aytaylikki, Qur'onda eng katta sura Baqara surasi bo'lsa agar 286 oyat bo'lsa agar 282-oyatni o'qisangiz agar o'sha yerda qarz oyat deyiladi. Men o'shani doim ravishda hozirgi paytda har bitta buxgalteriya yo'nalishida dars o'tayotgan, buxgalteriyani dars o'tayotgan odamlarimga shuni aytaman. Bu ikki yoqlama yozuv. Ikki yoqlama yozuv. Endi har olimlar aytadi, Luca Pacioli 1494-yilda ikki yoqlama yozuvni asoslagan, ochib bergan deb aytadi. To'g'ri, asoslagandir, ochib bergandir va hokazosi. Lekin Qur'on esa hisobga oling, bu 1494 bo'lsa agar, endi 1500 desangiz, 1500 dan 2026gacha bo'lgan joyimiz 500 yil bo'lyapti. Qur'on esa 15 asr bo'lyapti. 15 asrning ichida boshqasida u yerda o'sha ikki yoqlama yozuv turibdi. Ya'ni qarz oluvchi, qarz beruvchining o'rtasidagi munosabatni kitobda qanday qilib yozish kerakligi to'g'risida. U narsani biz bilmasdik. Mana diniy bilim ochilgandan keyin, asosda Qur'onni bunday qilib o'tirib varaqlagan paytimizda, asosda bu narsaga kelgandan keyin, bunaqa narsa ham bor ekan-ku deb aytdik. Nega aytish kerak emas? Musulmon olami, musulmon bolasi boshqa g'ayri diniy bo'lsa ham agar kitobda yozilgan narsa, shu narsani o'zi, masalan, bizni buxgalteriya yo'nalishimizni ko'rsatib beryapti-da, qanchalik muhimligini. Ya'ni men qarz oluvchi sizning kitobingizga yozdirishim kerak bo'ladi. O'zimning kitobimda emas. O'zimning kitobimni yozishim boshqa narsa. Sizning kitobingizda yozdirishim kerakligini, u yerda ikkita guvoh bo'lishini, kotib bo'lishligini, hammasi o'sha yerda yozilganda. Eng katta oyat deyiladi u. Qarz oyat deyiladi. Shunaqa holat. Shuning uchun gohida xursandam bo'laman, biz sohamiz ham Qur'onda bor ekan deb. Shuning uchun bilim juda ko'p. Endi hali yetmagan juda ko'p narsamiz bor. Nima uchun? Chunki buxgalteriya hisobi va auditni tartibga solib turuvchi davlatning vakolatli organi, oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi derdi, hozir Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, o'sha ular hozirgi paytda yana islohotlarni amalga oshirishyapti. 2027-yildan boshlab kichik korxonalarimiz uchun, ya'ni milliy standartlar bo'yicha buxgalteriya hisobini yuritadiganlar uchun maxsus moliyaviy hisobotning milliy standartlari ishlab chiqarilyapti. Hozir o'shaning bitta soni qabul qilindi. Endi qolganlari asosida ishlab chiqarilyapti, qabul qilinadi. Shu qabul qilinsa, masalan, 2027-yildan boshlab, masalan, buxgalterlarimizda bir xil tushuncha paydo bo'ladi. Ham xalqaro standartda ham milliy standartlarda ham bir xilda bo'ladi. Endi bu narsa juda yaxshi narsa. Masalan, O'zbekiston Respublikasida yirik korxonalar, katta korxonalar o'sha xalqaro standartga o'tsin degan joyi bor. Aksiyadorlik jamiyati, sug'urta kompaniyasi yirik soliq to'lovchilar degan joyida prezidentning qarori bor. O'sha qarorda BRES programmasida yuritiladi. Hozirgi paytda BRES programmasida yuritamiz.
katta korxonalar. Endi o'shalar korxonalar xalqaro standartga o'tishga juda qiynalayotgan joyi buxgalteriya hisobining счёtlar rejasi bizda ishlab chiqarilmagan xalqaronikida. O'sha ishlab chiqarilsa agar press programmasi bugungi kunda o'sha MSFga o'tish uchun to'liq tayyor bo'lib qoldi. Faqat endi bizlar buxgalterlarimiz o'rganib qolganda, masalan, mana shu xarajatni, masalan, siz ma'muriy xodimsiz, masalan, korxona rahbarisiz, korxona rahbariga kelinki 20 million oylik yozildi desa agar, o'sha xarajatni biz buxgalterlar endi qo'lda yozadigan bo'lsak, aytaylik, kompyuter yozadigan bo'lsak, hamma har xil yozadi. Hozir jamiyat xohlaysiz, xohlamaysiz ikkiga bo'lingan. Kimdir kirilcha yozadi, kimdir lotincha yozadi. Shunaqa narsasi bor. Endi ko'z oldiga ketdim, bitta buxgalteriyada o'tirgan odam ikki xil yozyapti. Bittasi lotincha yozyapti, bittasi kirilcha yozyapti. Kompyuter uni avtomat ravishda ikki xil deb hisob oladi. Ikkita narsa deb oladi. Bu birinchisi. Hali imloviy xatolarni olmaganda. Ma'muriy xarajat degan paytda siz prosta ma'muriy xarajat deb yozdingiz, kirilcha yozadiganda ma'muriy xarajat deb uni yozdi. O'sha ikki xil narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun bizlar uni buxgalteriya provodkasida, masalan, ma'muriy xarajatga debit 94.20 deb yozamiz. Chunki buxgalter uni biladi. Oson kompyuterga shunday kiritiladi, ketaveradi. Bugungi paytda kompyuterga ham ko'p kiritish kerak emas. O'sha yozayotgan paytingizda o'zi hammasi chiqib kelaveradi. Shablonli bor, boshqasi bor. Hozir unga sun'iy intellekt ham qo'shilyapti. Shuning uchun xohlaysiz, xohlamaysizmi, buxgalteriyada o'sha raqamlashtirish u kerak. Shuning uchun o'sha eng katta muammomiz o'sha narsa bo'lyapti. O'shani amalga oshirsa agar buxgalterlarimiz yana ham zamonaviy bilimlarga va korxonalar o'sha prezidentimizning qarorlarini ijrosini qilish uchun sharoit bo'ladi. Shu holat. Mana shu yo'nalish tanlashda, universitet tanlashda yoki shunchaki yo'nalish tanlashda ota-ona universitet tanlab berish kerak yoki talabani o'ziga, bolani o'ziga qo'yib berish kerak deysizmi? Qanaqa hisoblaysiz? Endi bilasizmi, juda ko'pchilik meni idealim deydi-yu. Men idealni qidirmaganman-da. O'sha amaki biz buxgalter bo'lib turib ishlaganlar. Shularga havas qilib. Shu ishga havas qilganman. Uyimizga kelardilar. Endi ko'z oldiga keltiring. Men yetimlikda katta bo'lganman. O'sha mashinada keladilar. Havas. To'qchilik. Значит, shu sohani o'rgansa agar yomon bo'lmaydi deganman. Endi onam 4 sinfda o'qiganlar, lekin endi bolalar nima bo'lgandan keyin farroshlik qilganlar. O'rnlariga farroshlik borib, korxonaga borib, farroshlik ham kelardim. O'rnlariga borib o'tirib ishlab kelardim. Yubormasdim, o'zim borib ishlab kelardim. Endi vaqtida o'zlari borardilar. Keyinchalik bizlar kattaroq bo'lgan paytimizda yubormaslikda borib, o'zimiz borib yuvib kelsak bo'larmi dedik. Borib ko'rsatardilar. Mana xonani yuvishimiz kerak deb kalitlar bor. Shunaqa o'sha paytda buxgalterlar xonada o'tirardi. Sigaret chekib, boshqa qilib, hisoblab, bir narsani qilib o'tirishardi, mashinada chiqqinlab o'tirishardi. U paytda kompyuter yo'q edi, e'tiborga olingda. Hammasi mashinada qilingan. Bir necha ekzemplyar hujjatlar, hammasi qora qog'oz qo'yib, kserokopiyada boshqasida yo'q. O'sha chiqillatib o'tirardi, men yurishim kerak. Men poylab turardim. Keyin oxiri bir shunaqa payt bo'ldiki, shunday chiqdi, bosh buxgalter shunday chiqdi, nima qilib o'tiribsan dedi. Chiqishda esa poylab turibman. Endi haddim sig'madi, bosh buxgalterning xonasiga bostirib kirib, men yuvishim kerak, chiq deb ayta olmadim. Keyin shunday qaradilarda, nima qilib o'tiribsan dedilar. Endi qolgan ishlarni qilib bo'lganman, salkam 1 soatga yaqin men u yerda turganman-da. Kech bo'lyapti, kechki payt hamma ishdan qaytgandan keyin farroshlar borib yig'ishtiriladi, ertaga ertalab toza xona bo'lish uchun. Shunday desam agar, shoshmay tur dedilar, shunday chiqdilar-da, xonaga kirdilar-da, qaytib, chiq hammang tashqariga dedilar. Borib tashqariga sigaret chek dedilar. Hammasi tashqariga chiqib sigaret chekdi, men xonani yuvdim, artdim, tozaladim, faqat qog'oz tegilma dedilar. Keyin endi u отчет period edi boshqasi, keyin o'sha kishi o'shanda aytdilar-da. O'sha bosh buxgalter aytdilarki, qachon ishingni qilib bo'lganingdan keyin eshikni taqillatasan, eshik ochiq bo'lsa ko'rasan, assalomu alaykum desang biz tushunamiz, chiqamiz, sen bemalol nima qilib kutib o'tirma deb aytdilar. Keyinchalik отчетlar topshirilib bo'lgandan keyin bosh buxgalterlar u yerda ko'p qolmaydigandan keyin qog'ozlarga oxiri qarardim. Nima qiladi bular? Nima qiladiki,
bitta xonada birdaniga 5-6 ta erkak o'tirib, mashinka bilan chiqillatib bir narsa qiladi deb. O'sha paytda stolning ustida turgan narsalarni endi sonlarni o'qirdik, mohiyatini tushunmasdim. O'sha buxgalter, bu yoqda amakimiz o'shalar bo'yicha nima qilindi. U kishi Toshkentda o'qigani uchun men Toshkentga boraman derdik. Endi biz SR paytida bo'lgan paytimizda Toshkent, endi hisob qiling, Termizdan Toshkentgacha 750 kilometr masofa. Dushanbegacha 200 kilometr ham chiqmaydi-da. Shuning uchun samolyotda bir yoqqa uchib ketish kerak bo'lsa ham agar bir bozorlik qilaman desangiz, agar ham davolanaman desangiz ham Dushanbega borib davolanish mumkin edi. Shuning uchun Toshkentga kam kelardik. Shu narsasi. Juda ko'pchilik surxondaryolik bolalar Dushanbeda o'qigan. Dushanbening diplomlari boshqasi bor. Bizda amakimiz Toshkentda o'qigani uchun Toshkent boraman degan. Vaholanki Surxondaryodan hech yoqqa chiqmaganman. Faqat shu Dushanbega 2 marta borib kelganman, shuni bilaman. O'qib yurgan paytda, maktabda o'quvchi bo'lgan paytimda, lekin Samarqand, yo bo'lmasa aytaylik Qashqadaryo, u yoqlarni bilmaymiz. Avtobus jo'naydi, ko'ramiz, lekin u yoqni ko'rmaganmiz. Birinchi bo'lib Toshkentga kelganman. Qashqadaryoning kitob perivalida qora taxtachi deb aytishadi hozirgi paytda uni nomini, o'sha paytda uni bilmasdim. O'sha yerdan yengil mashinada o'tgan, to'xtagan, ko'rganman, manzarani ko'rib juda xursand bo'lganman. 5 yil o'qigan bo'lsam, 5 yil shu manzarani qidirganman. 5 yil manzarani qidirganman. Topolmaganman. Orada qanchadir bir vaqt o'tgandan keyin yengil mashina bilan o'sha yerda kechqurun o'tganimizga yana to'xtagandan keyin o'sha yerda baqirganman-da. 85-yilda ko'rgan narsamni, endi hisoblayman 92-yil institut tugatgandan keyin o'qituvchi bo'lib qolgandan keyin bir 3-4 yillardan keyin, bu faktik bir 10 yildan keyin o'sha joyni ko'rgandan keyin baqirganman-da. Men abituriyent bo'lgan paytda shu yerda ko'rganman. Endi bildim qayerda ekan deb. Just ko'rmagan joyimiz bo'lganda. Shu talabalaringiz, sizga kelib o'qigan talabalaringiz orasida o'zi bahosi aytdingiz-ku, birinchi sinfda ikkinchi bo'lganman, birinchi bo'lganman. Shunaqa bir o'zi xohlamasdan yoki umuman tushunmasdan qiynalib o'qiganda, keyinchalik aynan shu soha bo'yicha kuchayib ketganlari bo'lgan, yaxshi natijaga erishganlar. Buxgalteriyani boshida yoki iqtisodiyotni boshida tushunmasdan qiynalib o'qib keyin. Bilasizmi? Unaqa bolalarimiz bor. Buni inkor etmayman. Juda ko'p qiynalib o'qigan bolalarimiz bor. Chunki o'zini bilimi bilan o'qishga kirgan, bo'lmasa period qilib kelib o'tirib o'qigan bolalarimiz bor. Uni inkor etmayman, juda qiynalib o'qigan. Masalan, bir talabani bilaman, 4 yil o'qigan bo'lsa agar, 4 yilda bitta kostyum bilan tugatdi. Bitta kurtka bilan tugatdi. Shu yigitda vallohu alam bittami ikkita shu jemper sviter bor edi. Faslda almashishni qat'iy nazar faqat o'sha narsani kiyib yurardi. Chunki yo'q edi. Keyinchalik uni bilsam, oddiy bir o'qituvchining, maktab o'qituvchisining bolasi. Endi maktab o'qituvchisining oyligi qancha edi? Shu narsasi. O'shani hisobga olavering-da. Shunaqa holat. Lekin shunaqa payt bo'ldi, mana boyaga BRS programmasi dedik-ku. O'sha BRS programmasi endi kompyuter programmada kompyuterda o'tirib ishlashni bolalarga kompyuterni o'rgatmayman, lekin buxgalteriyani o'rgatayotgan paytimizda xohlaysiz, xohlamaysizmi, programmalarni olib kelib qo'yardim. Narxozning hisoblash VC deb aytardi, Vichtin Center, o'sha hisoblash markazi, keyin axborot markazi va hokazo bir qanaqa narsalar bo'ldi. Nomlar har xil o'zgardi. O'sha yerdagi bolalar har 6 oyda kompyuterda yangi programmalarni perustanovka qilishardi. O'sha paytda meni olib kelgan litsenzion programmam ketardi. Shogirdlardan iltimos qilib piratskisini olib kelib qo'yardim, piratskisi ham ketardi. Ayrim paytlarda boshqasida mening xonamda boshqalar dars o'tib, men boshqa xonada dars o'tishga majbur bo'lardim. O'sha paytda bolalarda Excelda ma'lum miqdorda bir jadvallarni, gipersilkalarni, masalan, oylikda hisoblashlarni va hokazosini shunaqasini o'rgatgan paytimda haqiqatan endi ikkichi deb aytasiz-ku, qiynalib o'qib yurgan bola boshqasi, ikkichi zo'rg'a fandan bahoni olib boshqa qiladigan bolalarning bittasi shunday keldida, domla men o'rgatsam maylimi, domla men o'rgatsam maylimi deb hammasini o'rgatdi, boshqa qildi bolalarga, 5 ga o'qiydigan bolalarga. Ayrim bir 5 ga o'qiydigan bolalar kompyuterda Excelda ishlashni bilmayapti, jadval qila olmayapti.
qilolmayapti. Vaholanki ko'rsatyapman, ekranda ko'rsatyapman. Mana A bilan B ni 5-qatorni birlashtirasiz. Keyin manda deb yozasiz deb aytyapmiz, qilolmayapti. Shunaqa qilib qoldi. Keyin o'shanda shu bolalarimiz shunaqa holat bo'ldi, o'rgatdi. Ikkinchi bolalarni o'rgatdi. Keyin bittasi tashqariga chiqdi-da, yana uni bir nechtasi aytdi, bittasi shuni chiqdi-da tashqarida aytdiki, "Mirzo aka dedi, siz mana shu darsingizga dedi, qoldirmay kelishim sababini bilasizmi?" dedi. Nima desam agar, "Men 4 yil o'qigan bo'lsam, mana shu 4 yil dedi, mana shu bolalarga dedi, uningni ber, buning ber dedi, iltimos qilaman" dedi. Lekin men siz darsingizda dedi, ular menga iltimos qiladi dedi. Men ularga o'rgataman dedi. Sen kompyuterni qayerdan yaxshi bilasan desam agar, game klub ana u kompyuter xonalarda o'yin o'ynaydi-yu. O'sha yerda o'ynayman, boshqa qilaman, o'sha yerda kompyuter yaxshi bilaman dedi. Tushunasizmi? Ya'ni o'sha bilim ham hayotda bunga kerak bo'lib qoldi-da va o'zini shunchalik darajada o'sha bilimi borligini bolalarga ko'rsata oldi va bolalar undan ayrimlari nazarga solmagan bolalar ham shu undan so'raydigan bo'ldi-da. Sizlab, so'rab, qadr qimmatini ko'rsatib, u ham erinmaydi, hech kimni ko'kragida itarmaydi. O'shani o'rgatib, boshqa qilganligini ko'rganman-da. O'sha bolalarni ko'zida quvonchni ko'rganman. O'sha yerda o'tirib, Mirzo aka, bu buxgalteriya shunchalik narsami? Bilmay yurgan ekanman, endi tushundim deb aytgan joylari ham bor. Shuning uchun bor. Yaxshi o'qiydigan bolalarimiz ham bo'lgan. Yomon o'qiydigan bolalarimiz ham bo'lgan. Tadbirkor bo'lgan bolalarimiz ham bo'lgan. Har xil. Hozirgi paytda, lekin eng katta hozirda yutug'i boshqasi bor bo'lgan bolalarimizni koreys tilini biladi, xitoy tilini o'rgandi adashmasam, ingliz tilini biladi, ruschani biladi, o'zbekchani biladi, turkchani biladi, 5-6 tilda endi. Bugungi kunda har xil korxonalarning buxgalteriyasini yuritiladi. Nima uchun? Chunki o'sha turklar kelsa turklar bilan turkcha gaplashadi, ingliz kelsa inglizcha gaplashadi, koreys kelsa koreyscha gaplashadi, ularning buxgalteriyasini yuritadi. O'sha bola faqat o'zini qishlog'idan shogirdini oldi. Vallohu alam hozir 10dan ortiq qishlog'idagi bolalar uni qo'l ostida ishlaydi. Har bittasi kam deganda 40 ta 50 ta korxonaning buxgalteriyasini yuritadi. O'zi bir 40 ta 50 ta korxonani yuritadi. Lekin u 40 ta 50 ta korxonasi hammasi qo'shma korxonalar va hokazo korxonalar, chet el korxonasi pulini dollarda oladi, boshqa qilinadi. Lekin doim ko'rsangiz tabassum, xursand. U bilan hozir gaplashaman desangiz, telefonga javob bermaydi. Lekin mana hisobot davri bo'lgan paytida kechqurun soat 2 da telefon qiling, telefoningizga konkret javob beradi. "Ha, ustoz qalaysiz? Yaxshimisiz?" deydi. Nima uchun? Chunki hisobot qilyapti, hisobot topshiradi, kechasidan o'tirib ishlaydi. Kunduz kuni bolalari xalaqit beradi, ofisda o'tirib ishlaydi, yugur. Kechqurun hamma tinch bo'lganda buxgalter o'tirib отчет qiladi. Va qilgan отчетlarini, shogirdlari qilgan отчетni nazoratini qiladi. Shuning uchun bilimli odam hech qachon xor bo'lmaydi-da. Hali aytadi, teshik munchoq yerda qolmaydi deydi-yu. O'sha uchun. Bo'ladi-ku talabalar orasida, abituriyentlar orasida. Qatga bo'lsa ham kirib bo'ldi, mana shu universitetga kirsam bo'ldi degan. Mana shunaqa fikrlash qanchalik xavfli? Universitetga kirsam bo'ldi deb aytsa, ki undan u yoqda o'qimasa agar u universitetga kirmagani ma'qul deyman. Kirgandan keyin uni o'qish kerak bo'ladi. Chunki u prosta kirsam bo'ldi degan gap emas. O'sha kirganingizdan keyin uni o'qish kerak bo'ladi. Men doim ravishda aytaman. O'qimagan bolalarni juda yomon gapirardim. Hozir ham gapiraman. Narxozda-ku umuman juda ko'p gapirardim. Fanlardan baho olish juda qiyin edi mendan. Gapirardim. Chunki butun kafedramiz yomon ko'rardik. Hech qanday oldi-berdi masalasini qo'ymasdik. Shuning uchun faqat bilim talab qilardik. Buxgalteriya yo'nalishida, masalan, aytaylikki 2000 ta bola o'qiyotgan bo'lsa, shu 2000 ta bolaning bir 800 tasi qarz bo'lsa agar, o'sha 800 tasining talabaning hech bo'lmasa 2 ta fandan, 3 ta fandan qarz bo'lsa, o'sha 2 ta 3 ta fan bizda kafedramizdan bo'lardi. Shunaqa narsa. Chunki bilim talab qilardik. O'qimagan bolaga baho qo'yish juda qiyin edi. Hamma talab qilardi. Yozasan, chizasan degan narsamizda. U tahlil bo'ladimi, audit bo'ladimi, buxgalteriya bo'ladimi, boshqa yo'nalish bo'ladimi? Shuning uchun u narsani qilardik. Endi o'qish kerak. O'qimagan bolaga men doimiy ravishda aytaman. Sani 2 ta mardikor quling borda, sen bemalol yuraverasan, u ota-onang.
uni topayotgan mehnatini sen qadrlamaysan. Mehnatni qadrlamaysan, o'zini qadrlamaysan, shuning uchun o'qimaysan. O'qishing kerak. Ayrim bolalar aytardi, o'qisam ko'z yoshim keladi, o'qisam birpasda boshim og'rib qoladi, o'qisam uyqum keladi degan gapni aytardi. Hozir ham aytadigan bolalar bor. Men doim ravishda aytaman. Bir piyola suvni olgin, eng toza suv deb aytgan suvingni olgin, bir hafta eng toza deb aytgan joyingda shuni qo'yib qo'ygin. Bir haftadan keyin shuni borib hidlagin, o'sha suvda ham hid chiqadi, aynigan bo'ladi. Va seni miyang o'sha suvday turibdi, lekin ishlamayapti. Uni ishlash uchun uni tebratish kerak-ku. To'g'ri, bir oy qiynalasan, 2 oy qiynalasan. Hech bo'lmasa aytadi-ku, bugungi kunda mana hadisda ham bor, sunnat deb aytilamiz, shunaqa narsalarimiz hammasi turibdi, aytadi. Ko'p emas. Qiynalyapsan, uxlab qolyapsan, ha. Necha varaq o'qiganda uxlayapsan? 2 varaqda. Shu har kuni 2 varaq o'qigin. Har kuni 2 varaq o'qigin. Miya o'zi ishlab ketganini bilmay qolasan. Kitobda o'tirib o'qigin. Kitobda o'qigin. 2 varaq o'qidingmi? Keyin 3 varaq qilgin. Keyin 4 varaq. Ertasiga emas. 2 varaq mayli bir hafta o'qigin. Keyin bir haftadan keyin 3 varaq qilgin. Yana bir haftadan keyin 4 varaq. Ko'ribsizki, o'sha kitobga o'sha mehr tushadi. Miya ishlashni boshlaydi. O'qish boshlanadi. Aytayotgan gapni tushunishni boshlaydi. Lekin to'xtash kerak emas-da. To'xtash kerak emas. Shuning uchun universitet tanladim bo'ldi degan gap bilan hech narsa bo'lmaydi. Universitet tanlagandan keyin o'qish kerak. Ayrim paytda gohida ko'rasiz, mana hozirgi paytda endi reyting tizimimiz-ku. Ballarimiz bo'lyapti. Hamma ma'lumot Xemsga kiritilyapti. Bola o'qiyapti, lekin olgan bilimi bo'lmasa, harakat qilmasa, u holda o'zlashtirish bo'lmayapti-yu. Nechta bolaga aytayapti. Fandan qolib ketganman. Diplom ola olmayapman. 3 ta 4 ta fandan qolgan. O'shani qayta topshirishim kerak. Uning uchun pul to'lashim kerak. Ha, pul to'laysan. Pul to'laysan. Bu qolib ketish. Shuning uchun bir marta urinishda hamma narsani qilish mumkin bo'lsa agar, nima uchun bir marta shu harakat qilganda, o'qigan paytda bilimni olib, o'sha narsani yozib, chizib, gapirib bahona olish mumkin emas. Bolada imkoniyat bor-ku. Bolaning o'zining yalqovligi oxir oqibatda unga moliyaviy jazoga olib keladi. Bolaning yalqovligi, o'qimasligi, beparvo bo'lib yurishi oxir oqibatda uni hammadan orqada qolib ketishiga olib keladi. Masalan, men bitirdim, qo'limga diplom olyapman, lekin yonimda o'tirgan o'rtog'im esa u 2 ta fandan, 3 ta fandan qolgan. Yo'q bo'lsa 4 yil o'qigan bo'lsa agar har semestrda bittadan fandan qolsa 5-6 ta fandan. Ya'ni u qancha pul to'laydi? Yana u keyin yozda topshiradi. Keyin qancha qolib ketadi? O'sha orqaga surish bo'ladi. Shuning uchun kerak emas. Har bitta ishni bittada harakat qiling. Bittada harakat qilib hamma narsani topshirib olish mumkin. Hozir qiyin emas. Internet turibdi. Qaysi kitob o'qiyman desangiz bor. Kitobning ma'nosini tushuntirib beradigan sun'iy intellektlar turibdi. O'tirib o'qiyman desangiz hamma narsasi bor. Kinolari turibdi, boshqalari turibdi. Bilimni oshiraman desangiz har taraflama bor. O'qim tanladingizmi? Lekin u yoqni o'qish kerak. Lekin u yoqda o'qiyman desangiz, onani ham xor qilmang, uni mehnatini ham xor qilish kerak emas. O'tirib o'qish kerak lekin. Shu oxirganu 2 ta savol. Bittasi mana bu exchange, work and travel dasturlari bor-ku. Shu dasturlarga sayohat sifatida qarash kerakmi yoki qanaqadir iqtisodiy qiymati bor, masalan, buxgalter sifatida buni qaysi tarafdan o'stiradimi? Talabani har taraflama o'stiradi. Bilasizmi? Paxtada yaxshi terimchi bo'lganman. Institutda. Yaxshi terimchi bo'lganman. O'sha paytda GDR, u paytda endi Germaniya 2 ga bo'lingan edi-ku, sotsialistik kapitalistik davlat degan narsasi boshqasi. GDRga putyovka paydo bo'ldi. Fakultetimizda menga o'rin berishdi. Yaxshi terimchi bo'lganim uchun menga o'rin berishdi. Men GDRga bordim. Germaniyaga bordim. Endi sharqiy deb aytadi. Germaniyaga bordik, Berlinni ko'rdik, boshqa nimalarni ko'rdik, konslagerlarni ko'rdik, boshqasini ko'rdik, nemislarning yashash sharoitini ko'rdik, u yerdagi zooparkga ham kirdik, juda ko'p joyga kirdik.
do'konlarga kirdik. Bizning dunyoqarashimiz butunlay o'zgardi. Masalan, mening o'zim dunyoqarashim juda o'zgardi. Hayot qayerga qarab ketyapti, odamlar qanchalik o'zgarganligini, qayerda qanday inson uchun sharoit yaratilganligini ko'rib, bevosita ko'rib, menda juda katta o'zgarish bo'lganda. Lekin sig'dira olmaganmiz bu narsani. Endi mana hozir work and travel deb aytyapti. Biz endi mehnatimiz natijasida putyovka bo'lgani uchun u yoqqa bordik. Yo'llanma bo'lgani uchun u yoqqa bordik. 10 kun aylanib qaytib keldik. Endi mana work and travel deb aytyapmiz. Mehnatni qiladigan bolaga u mehnatni agar men work and travel bo'lmasa, agar men yozga borib uyda ishlaganman. O'sha uyda, o'sha molimizni boqqanman, yerimizni chopganman, o'sha ishda qilganman. Lekin dunyoni ko'rmaganman-da. O'sha ishni mana hozirgi paytda zamonda oladigan bo'lsangiz, work and travel borib qayerdadir ishlayapti. Kimdir mehmonxonada ishlayapti, kimdir aytaylikki, o'sha dalada ishlayapti, baribir o'sha mehnatni qilyapti. Lekin mehnatiga haq to'lanyapti-yu. Bu birinchisi. Ikkinchisi, u yoqda borib o'sha davlatning o'zini ko'rib keladi. O'sha davlatning o'zini oladigan bo'lsak. Lekin masalan Yevropaga, masalan Finlandiyaga borayotgan bolalarimizni borsak, ko'rsak agar Finlandiyadan tashqari kimdir Ispaniyaga borib ko'rib kelyapti, Parijga boryapti, uni ko'rib kelyapti, yo boshqa bir davlatlarni borib ko'rib kelyapti. Borgan bolalarimiz 4 ta 5 ta davlatni ko'rib kelyapti. Bu tasavvuri endi juda o'zgaryapti. To'g'ri, qiyinchilikda mehnatda pul topdi, lekin pul topib, u birinchidan mehnati qadrlanayotganligini, mehnat qilib pul topish mumkinligini va o'sha pulning hisobidan dunyoni kezish mumkinligini, yo biror bir qayerqadir investitsiya qilish uchun sharoiti borligini, yo haq qo'yingki, o'sha ishlab topgandan keyin o'ziga masalan yedi, ichdi, kiyindi degandan tashqari bu yoqqa kelgandan keyin 1 yillik o'zini kontrakt pulini to'lab, og'irligini ota-onasiga solmaganligini juda katta yutuq-ku. Shuning uchun u bolalar u har taraflama o'zini dunyoqarashini o'zgartirib keladi. Bu bir narsa. Ikkinchisi endi exchange deb aytyapmiz. Bizda bu yerda masalan 2 yil o'tirib o'qidi, 1 yil u yoqqa bordi, yo bo'lmasa 2 yil borib o'qib kelyapti. Boshqa muhitda o'tirib o'qiysiz-ku. U yerda qancha boshqa davlatlardan kelgan odamlar bo'ladi, studentlar bo'ladi. Ular bilan do'st orttirasiz, do'stlik bo'ladi, ular bilan hamkorlik bo'ladi, birgalikda ishlash bo'ladi, birgalikda yashash bo'ladi. Ularning dunyoqarashini ko'rasiz. Kimdir rivojlangan davlatdan kelgan, kimdir rivojlanayotgan davlatdan kelgan. Hammada har xil narsani ko'rasiz. O'shandan kelib xulosa ham qilish uchun ham, fikrlash uchun ham, dunyo qarashni ham boyish uchun imkon bo'ladi. Shuning uchun biz o'qib yurgan paytda u narsamiz yo'q edi. Bittagina kibernetika fakultetida 1 yilning ichida 2 ta bolani Moskva, ya'ni MISI deb aytardi, Moskovskiy ekonomический statistik instituti shunaqa edi. O'sha institutga borardi. Men ham bormoqchi bo'lgandim. Lekin uydagilar so'ragan paytida rahmat onam aytdilar. Toshkentda o'qiyapsan, shuni o'zi yetadi, endi Moskvaga borasanmi? deb aytdilar. Chunki men Toshkentda o'tirib o'qib yurishim oilam juda og'ir bo'lgan. Moskvaga boradigan bo'lsam, undan da og'ir bo'lardi. Shuning uchun onam yo'q deganlar, shuning uchun bormaganman. Vaholanki o'sha paytda imkoniyat bor edi. Butun bir fakultetda 2 ta bolani yuborish. Shuning uchun exchange borish kerak. Imkon qilish kerak, sharoit qilish kerak bo'ladi. Hozir universitetda bu narsa bor. Koreya bor, Malayziya bor, Finlandiya bor, Amerika bor, Italiya bor. Bitta universitetning o'zida shuncha imkoniyat. Shuncha imkoniyat. O'qituvchilarimiz mana Xitoyga borib malaka oshirib kelishyapti. Yana qaysi davlatlarimiz olsangiz agar o'quvchilar ham borib kelish imkoniyati bor. O'qituvchilar ham bor. Shuning uchun sharoit qilish kerak, borish kerak. Harakat qilish kerak. Tilni o'rganish kerak. Tilni bilgan odam yutadi. Mana bu hozir mana AI trendda bo'lgan mavzu, iqtisodiy bilim bo'lmagan talaba sun'iy intellekt davrida nimani yutqazadi? Nimadan yutqazadi u? Endi sun'iy intellektni ishlatamiz. Auditoriyadan tashqarida biz o'qituvchilar ishlatamiz. Va biz ishlatayotgan programmalarda o'sha sun'iy intellekt o'sha turibdi. Xohlaysiz, xohlamaysiz. Va bugungi kunda o'sha sun'iy intellekt orqali turli xil telefonlarimizda turli xil ilovalarni bizga berishyapti. Oddiygina oladigan bo'lsangiz, o'sha paymini oladigan bo'lsangiz, agar hozir
yakka tartibdagi tadbirkorlarda o'sha yerda sun'iy intellekt orqali o'sha yerda buxgalteriyasini amalga oshirish uchun, daromad xarajatlarni hisobga olish uchun sharoit bo'lyapti. Shu narsasi bor. Oddiygina telefonning o'zida boshqasida QR kod bilan pulni bemalol yechib olishyapti. E'tiboring bu hammasi endi barcha sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotning imkoniyati. Shuning uchun bu narsadan foydalanish kerak. Bundan foydalanmasak agar orqada qolib ketadi va foydalanmagan odam ham orqada qolib ketadi. Bu aytadiki, agar bugun urug'da bir kun bugun eksangiz agar ertaga ekadiganning o'rtasida 10 kun farq qiladi deydi. Shu narsasi. Bugun olmagan bilimimiz o'sha ertaga biz kech qolamiz. Shuning uchun uni maksimal darajada foydalanish kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt shu narsa. Shuning uchun biz undan foydalana olishimiz kerak bo'ladi. Auditoriyada ham u narsadan foydalanish kerak bo'ladi. To'g'ri, sun'iy intellektning plyusi ham bor, minusi ham bor. Lekin plyus minusdan qat'iy nazar biz o'shandan foydalana olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda chiroyli prezentatsiya qilish uchun yarim soat, 1 soatlab yoki kunlab o'tirish kerak emas. Tayyor bir ma'lumotingizni olib bersangiz, sun'iy intellekt o'zi chiroyli prezentatsiya qilib beryapti. Bemalol undan foydalana olish mumkin bo'ladi. Uning qancha varianti turibdi, boshqa qilinyapti. Aytaylikki, bir ma'lumotni o'tirsangiz, agar masalan bir maqolani yozaman desangiz, o'tirasizda nimadan boshlashni bilmay o'tirasiz. Bitta chiroyli qilib o'sha ChatGPT bitta bir prompt bersangiz, bir nima desangiz, sizga bitta bir ideyani shunday beradi. Hali qidirganda labbay topilmaydigan joyda to'xtab turasizda, o'shandan so'rasangiz, agar sizga beryapti, undan davom ettirib olib ketib o'shani ko'rsatib olishingiz mumkin bo'ladi. Yozgan maqolalaringizda va hokazosi bo'ladigan bo'lsa, agar o'shani masalan aytaylikki sun'iy intellekt bersangiz, agar uning kamchiliklarini ko'rsatsangiz, kamchilikni ko'rsatadi. Uni boyitish kerak degan joylarni ko'rsatadi. Chet ellarning tajribasini ko'rsatsangiz, uni ko'rsatib beradi. Ya'ni u narsani sizga o'zingiz gaplashayotgan tilda bemalol sizga hammasini sharoit qilib beryapti. Siz uni faqat analiz qila olishingiz va undan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta odamda bugungi kunda endi hisobga olamiz. Ijtimoiy tarmoqda ham shunday turibdi. Ma'lumotlarni ko'rib o'qib, uni ishonib ketish kerak emas. Har qanaqa ma'lumot o'qigandan keyin tanqidiy fikr bo'lish kerak. Tanqidiy fikr bo'lish kerak va albatta tahlil bo'lish kerak bo'ladi. Busiz bo'lmaydi. Odamda agar tanqidiy fikr va tahlil bo'lmaydigan bo'lsa agar, u holda biz ertaga o'sha ijtimoiy tarmoqqa ham, sun'iy intellektga ham biz unga xizmat qiluvchi qul bo'lib qolamiz. Agar bizda tanqidiy fikrimiz bo'ladigan bo'lsa, tahlil qila oladigan bo'lsa agar, sun'iy intellekt bizga prosto qurol bo'ladi. Biz undan foydalanib, biz daromadimizni ham olishimiz mumkin. O'zimizning ahvolimizni, moddiy ahvolimizni ham yaxshilashimiz mumkin bo'ladi. Turli xil bilimlarimizni boyitishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun undan foydalanish kerak bo'ladi. Shuning uchun iqtisodiy bilimga ega bo'lmagan odamga u juda qiyin. Chunki iqtisodiy bilim baribir kerak. Bilimlarni olish kerak bo'ladi. Bilimlarni gohida bir kitobdan varaqlagan paytingizda sun'iy intellekt sizga bir qancha kitoblardan boshqasini olib kelib, chiroyli qilib sizga o'sha gapning ma'nosini, mag'zini chaqib beradi, boshqa qiladi. Bu eng katta narsa. Juda ko'p kitoblarni o'qishdan o'sha narsani ma'nosini olishingiz bo'ladi va uni qo'llay bilish kerak bo'ladi. Endi buxgalteriya yo'nalish deb aytamiz. Bolalar masalan gohida kursimga kelishadi, so'rashadi. Mirza aka, shu 3 oy davomida yoki 4 oy davomida sizni kursingizni o'qisak, buxgalter bo'lamanmi deydi. Men doim ravishda aytaman, ha, yo'q. Nima uchun ha, nima uchun yo'q? Va uni misol keltiraman. Men deyman, seni pravang bor deyman. Avtomobil haydash bo'yicha seni pravang bor deyman. Uyda mashin bor. Lekin mashin haydashni bilmaysan. Lekin ikkinchi holatni ko'ramiz. Mana seni pravang yo'q. Dada, mashinani bering, yuvib kelaman, mashinani qizdirib turaman, benzin quyib kelaman deb mashin haydaysan. Hayda olasan. Pravang yo'q, mashin hayda olasan. Mashin bor. Shuning uchun olgan bilimni qo'llay olish to'g'risida gap ketadi. Agar olgan bilimni qo'llay oladigan bo'lsangiz, sizda buxgalter chiqadi deb aytaman. Qo'llay oladigan bilimni qo'llay olmasangiz, sizdan buxgalter chiqmaydi. Shuning uchun hamma sohada ham olgan nazariy bilimni hayotda qo'llay olsangiz, agar siz yaxshi mutaxassis bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun esa doimiy ravishda bugungi kunda velosipedda ustida turish kerak. Biz buxgalterlar kunda o'zgarish bo'lyapti. Men hozir o'zingiz ko'rasiz, ijtimoiy tarmoqda 1-may 2026-yilda qonunchilik bo'layotgan o'zgarish, 1-iyun 2026-yilda qonunchilik bo'layotgan o'zgarish deb qonunchiligimizda har oyning 1-sida o'zgarish bo'lyapti.
buxgalter u velosiped ustida turibdi. Pedalni aylantirmasa agar, u bir marta aylantirilganining inertsiyasi bilan qancha yo'lga boradi. Ma'lum bir yo'lga borgandan keyin o'sha u yiqilib tushadi. Shuning uchun doimiy ravishda velosipedni pedalni aylantira olishi kerak. Ya'ni bu degan narsasi o'sha bilimlarni olish kerak. Bilim faqat iqtisodiy bo'lishi kerak emas. Har taraflama. Har taraflama. Masalan, hozirgi payt mana oddiy qarang. Mana kecha kunda bir universitetimizda Barnogul Sanaqulova degan opani jalb qildik. Keldilar, suhbatda bo'ldilar. Ular talabalar bilan suhbatda bo'ldi, birinchi kurs talabalarimiz bilan. O'sha kishi keyin shuni aytdilarki, sun'iy intellektda bitta bir shogirdlariga borgan ekanlar, korxona rahbari ekan. Borgan paytida bir dogovor berilgan ekan, endi xalqaro nimada xalqaroda bir dogovor tuzilgan ekan, o'sha dogovorning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini keyin shoshmay tur deb aytgan ekanda, direktor boyagi korxona rahbari sun'iy intellekt bilmas ekan. Mana sun'iy intellekt bor deb boyagi Barnogul Sanaqulova sun'iy intellekt ishlatish bilar ekanlar. O'sha nima deb ko'rsatib bergan ekanlar. O'sha do'g'rini tashlagandan keyin prompt yozib berganlar. Kamchilik nimalarda qonunchilikka to'g'ri kelish kelmasligini ko'rsatib berdi agar bir piyola kofe ichgan bo'lsa, boyagi sun'iy intellekt hamma javobni chiqarib berdi dedilar. Keyin shartnomani mukammal bo'lishi uchun hamma sharoitni ko'rdi. Keyin shuni yuristga bersaga, yurist kam deganda 10 kun so'ragan ekan. O'shanda ham Belorussiya bilan tuzilgan adashmasam shartnoma to'g'risida gapirdilar. Shunaqa holat. Keyin o'sha yuristni ishdan haydab yubordi dedilar. Nima uchun? Chunki bu narsa, chunki buxgalter bugungi kunda endi har bir korxonada yurist bo'lishi kerak deb aytamiz, lekin kichik korxonalarga yurist kerak emas-da. Yurist kerak emas. Yurist ishini buxgalter qiladi. Unga HR kerak emas. HR ishini buxgalter qiladi. Hamma narsani ko'p korxonalarda buxgalterga yuklab qo'yilgan. Shuning uchun buxgalter u shartnomaning qayerda nimasi bor, qanday kamchiligi bor, qanaqa sizga minusi bor yoki qanaqa plusi borligini bilish uchun o'sha shartnomani shuni olib, sun'iy intellektga tashlasangiz agar o'sha sun'iy intellektni ko'rib sizga o'zgartirish to'g'risida, yoki mana bu narsani qilsang bunday bo'ladi, senda mana u himoya qiladi, mana bu yerda esa mana yo'qotishing mumkin degan izohlarni yozib beryapti-da. Shuning uchun buxgalter sun'iy intellektni bilishi shart. Usiz bo'lmaydi. Bugungi kunda u narsa juda qiyin. Men hozir faqat buxgalter to'g'risida gapiryapman. Hamma ham buxgalter bo'lmaydi. Buxgalteriya bilimiga bor bo'lgan odam korxona rahbari bo'lib o'tiribdi. Ertaga qaror qabul qilish uchun buxgalter og'ziga qarab turmaydi-da, o'zi ham o'shani tashlab do'konda ko'rish mumkin. Shuning uchun u narsamiz turibdi. Shuning uchun o'sha narsani hisobga olish kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt foydalanish kerak bo'ladi. U kerak. Biz auditoriyada foydalanamiz. Amaliyotda busiz bo'lmaydi. Amaliyotda konkret bir narsadan foydalanamiz. O buxgalteriyada ham, yuridik tarafdan ham, boshqalar tarafdan ham hammasini. Chunki mehnat kodeksiga zid bo'lmaydigan buyruq qilishimiz kerak bo'ladi. Aytaylikki, o'sha do'g'rimizda o'zimizning huquqimiz himoya qilingan manfaatimiz bo'lishi kerak bo'ladi. Bilasizmi, bitta shartnoma bo'libdi. Biz bitta bino olmoqchi bo'lgandik. O'sha Abdullarovning korxonalarida o'tirib ishlagan paytimizda bizga bitta bir korxonadan do'g'ir tuzildi. Do'g'irni olib keldim, men do'g'irni ko'rdim. Yurist do'g'irni o'sha paytda do'g'irni ko'rish kerak, yuristimiz bor edi. Bo'ladi, qo'l qo'ysa bo'ladi deb aytildi. Bo'ladi dedilar. Men o'qidim. Abdulorov rahmatli u kishini oldiga kirdimda, bo'lmaydi. Bizga buncha pul kelmaydi bu oyning ichida. Bu pulni to'la olmayman. Pulimiz yo'q. Shuning uchun mana bu yerda yozib qo'yibdi. To'lagan pulimizni ham qaytarib bermas ekan, olgan binomizni ham qaytarib bermas ekan. Bu yutqazish bo'ladi. Buni o'zgartirish kerak deb turib oldim. U korxonaning xo'jayiniga telefon qiladilar. Yo, u hech narsa qilmaydi, u prosta dogovor nomiga u bu dedilar. Men bu yerda qo'ymadim. 3 marta, 4 marta telefon qilgandan keyin boyagi odamni ham tegib ketdimi deyman boshqasida. Keyin aytdilarki, "Yuboring o'sha odamingiz" dedi. Nima desa o'shanday qilib dedi, do'g'irni o'zgartirib beradi dedi. Ko'z oldiga keltiring. 3 xonali uy sotib olinyapti. Endi ofis uchun shunaqa narsasi deb, endi 3 xonali uy degan narsasiga ketadi endi. Hozirgi paytda 3 xonali uy deb aytyapmiz. O'sha uyni olayotgan paytimizda bizga do'g'ir bergan korxona uyni ham olib qolamiz deyapti, ofisni. To'lagan pulimizni ham olib qoladi. Pul esa kam emas. 50% pul to'lanyapti-da. Keyingi 50% ni to'lash uchun
Bir oy vaqt beradi. Bir oy ichida shuncha pul menga kelmaydi kort. Chunki men buxgaltermanda pul qachon, qancha kelishini taxmin qilaman-da. Endi pul oqimlari bor-da, pul oqimlarini men analiz qilyapman-da. Bo'lmaydi deyapman-da. Shu paytingizda Yo'qotamiz. to'lamasangiz Ha. yutqazasiz. Yutqazamiz. Keyin o'sha yerda shunaqa holat bo'ldi, o'zgartirdik. Buxgalter bilan bordik, o'zim buxgalterga aytishdi. Buxgalter, yuristi boshqasi bizga ataylab bitta shartnoma qilishdi. Shunaqa holatimiz bo'ldi. Men muddatni orqaga cho'zib hammasini qildim. Shunaqa holat bo'lib qoldiki, endi bu yilning oxiri bo'lyapti. Yilning oxiriga bitta bir noyabrda, dekabrda Moliya vazirligi bizga telefon qildi, aytdiki, qo'shimcha xarajat uchun расходный budjetdan pul olishimiz kerak. O'sha расходный olib kelib bergin dedi. Pulni aytishdi. U narsa endi beradigan joyni biz bilmaymiz-da. Chunki Moliya vazirligida o'sha oladigan pulimizni olib bo'ldik. Budjetda ortiqcha pul bo'lgandan keyin beramiz deyishdi. Berishdi. Keyin biz o'sha birinchi shartnoma tuzilgan paytdagi muddatdan oldin ham pulni to'lab yubordik-da. Keyin u yerda keyin gapirgan ekan. Keyin u buxgalterim deb aytgan ekanlar. Keyin so'radi, pulni qayerdan olding deganlarida, men aytdim, budjetdan pul berdi maqsadlarda, lekin mana bu yerda muammo bo'lmasligi uchun buni yopdik. Endi bu yerda keladigan pulni bu yerda qilamiz deb. Plyus minusini qildik-da. Shuning uchun buxgalterlar xohlaysiz, xohlamaysizmi? O'sha paytda endi shartnomalarda o'tirib o'qigan bo'lsak agar, hozir shartnomani o'tirib o'qiganimizdan keyin gohida ayrim bir qonunchilikda bo'lgan o'zgarishlarni nazorat qilish juda qiyin. Chunki hisobga oling, 1 yilning ichida prezidentimiz tomonidan 400 dan ortiq, 500 ga yaqin, 600 ga yaqin turli xil qaror, farmon va hokazolar chiqyapti. Uni hammasini o'qishga yoki uni ijrosini amalga oshirish uchun ham yo qonunda bo'layotgan o'zgarishlarda ham uni ko'rishning iloji bo'lmay qolyapti-da. Shuning uchun sun'iy intellekt bu biz uchun plyusga bo'lib qoldi. O'qilmay qolayotgan yo bo'lmasa amalga oshirilmayotgan bir ma'lumotlarimizni biz o'sha yerda amalga oshirish uchun sharoit bo'lib qoldi. Shuning uchun sun'iy intellektni har tarafdan o'rganish kerak. Buxgalter bo'lsa ham boshqa sohada. Albatta. Qaysi sohada bo'lsa. Menimcha bugunga yetadi. Mirzoqul aka, rahmat sizga vaqtingizni ajratganingiz uchun. Agar sizlarga ham iqtisodiyot, buxgalteriya, bank ishi, to'g'rimi? Yangi ochilayotgan yo'nalish. Shu sohalar qiziq bo'lsa, video ostiga havolaga o'ting, ro'yxatdan o'ting. Siz bilan universitetimiz qabul bo'lib bog'lanib, batafsil ma'lumotlar berishadi. Agar sizga hozir yuqorida Mirzoqul aka ta'kidlab o'tganlaridek work and travel, exchange kabi dasturlar qiziq bo'lsa, bu savollaringizni ham bemalol berishingiz mumkin. Bunga ham javob olasiz. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, keyingi podkastlarimizda javob berasiz degan umidamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Xo'p. O'chib qolmadimi? Ani o'chdi lekin. Qizil lampochka yonyapti. Ha, u qizib ketadi bizada.